degan kengash a'zolarining qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibidagi birinchi masala, asosiy masalamiz demak, Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning fors-tojik she'riyatida vazn va qofiyaning o'rganilish muammolari. Said Muzaffaralining Shajaratul Aruz asari misolida mavzuidagi 10.00.05 Osiyo va Afrika xalqlari tili adabiyoti, tojik tili va adabiyoti ixtisosligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasining himoyasi. Xo'p, ilmiy rahbar filologiya fanlari doktori professor Jumaqul Hamroyev. Ish Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida bajarilgan. Rasmiy opponentlar: filologiya fanlari doktori professor Nural Nurov, filologiya fanlari doktori professor Yusupova Dilnavoz Rahmonovna. Yetakchi tashkilot Farg'ona davlat universiteti. Talab bor ilmiy kengashga topshirgan hujjatlarning asosiy mazmuni, ularning belgilangan talablarga qay darajada muvofiqligi haqida ma'lumot berish uchun so'z ilmiy kengash kotibi Komiljon Qarshiyevga marhamat. Hurmatli ustozlar, ilmiy kengash a'zolari, raislik etuvchi, ijozatlaringiz bilan dissertatga tegishli birinchi ma'lumotnomani o'qib eshittirsam. Norqo'chqorov Sherali Shavkatzoda 1997 yil 1-yanvarda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida tug'ilgan. Millati tojik. Norqo'chqorov Sherali Shavkatzoda 2004-2013 yillarda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi 56-maktabda ta'lim olgan. 2013-2016 yillarda Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Kasb-hunar kolleji talabasi. 2016-2020 yillarda Samarqand davlat universiteti bakalavriat bosqichida tahsil olgan. 2020-2022 yillarda universitetning magistratura bosqichida tahsilni davom ettirib, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan. Dastlabki mehnat faoliyatini 2021-2022 yillarda Samarqand tumanidagi 54-son umumiy o'rta ta'lim maktabida tojik tili va adabiyoti o'qituvchisi lavozimida boshlagan. 2022 yildan hozirgacha Buxoro davlat universiteti filologiya fakulteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisi lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Ilmiy faoliyati davomida adabiyotshunoslik, badiiy san'at xususiyatlari, janr va uning shakllanishi, qofiya va aruzga doir 20 dan ortiq ilmiy ishlari xorijda respublika va Buxoro viloyatining nufuzli jurnal va to'plamlarida chop etilgan. Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning ilmiy kengashga topshirgan hujjatlari Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi. Mazkur tadqiqot ishi bo'yicha bir qator mahalliy va xorijiy jurnallarda maqolalar e'lon qilingan. Shulardan 3 ta mahalliy Oliy attestatsiya komissiyasining jurnallarida, 1 ta xorijiy va 2 ta Infofaktor, 3 ta mahalliy va xorijiy konferensiya jurnallarida maqolalari nashr etilgan. Dissertantning mazkur ilmiy tadqiqotidan 4 ta amaliy va fundamental loyihalarda foydalanilgan. Dissertatsiya Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida bajarilgan. Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasi mavzusi O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi byulletenining 2024-yil 2-sonida fil 4603 raqam bilan ro'yxatga olingan. Ilmiy rahbari filologiya fanlari doktori professor Juma Hamroyev. Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning 10.00.05 Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti, tojik tili va tojik adabiyoti ixtisosligi bo'yicha fors-tojik she'riyatda vazn va qofiyaning o'rganilish muammolari, Said Muzaffaralining Shajaratul Aruz asari misolida mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tojik filologiyasi va xorijiy sharq tillari kafedrasining 2025-yil 25-iyundagi 10-sonli yig'ilishida muhokama qilingan va 2026-yilning 20-aprel kuni ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarda muhokama qilingan. Dissertatsiya ishi tugallangan tadqiqot sifatida himoyaga tavsiya etilgan. Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning dissertatsiyasi 2026-yil 24-aprelda Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DS Fil 0908 raqamli ilmiy kengash tomonidan himoyaga qabul qilib olingan va uning tadqiqotiga yetakchi muassasa va opponentlar tayinlangan. Jumladan rasmiy opponent sifatida filologiya fanlari doktor professor Nurali Nurov,
filologiya fanlari doktori professor Dilnavoz Yusupova Rahmonovnalar belgilangan. Yetakchi tashkilot sifatida Farg'ona davlat universiteti tavsiya etilgan. Ushbu majlis bayonnomasiga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining veb saytiga Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning 10.00.05 Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti, tojik tili va tojik adabiyoti ixtisosligi bo'yicha fors-tojik she'riyatda vazn va qofiyaning o'rganilish muammolari, Said Muzaffar Alining Shajaratul Aruz asari misolida mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi himoyasi haqidagi e'lonni kiritish uchun zarur hujjatlar yuborilgan va 2026-yil 16-mayda e'lon chiqqandan so'ng Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash tomonidan avtoreferatni nashr etishga ruxsat berilgan. Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning dissertatsiyasi va avtoreferati 2026-yil 4-iyunda Samarqand davlat universiteti axborot resurs markaziga topshirilgan. Bu haqda 45-sonli ma'lumotnoma mavjud. Dissertatsiya himoyasi to'g'risidagi ma'lumot 2026-yil 7-iyunda Ziyonet veb saytida, 2026-yil 9-iyunda UZA veb saytida, 2026-yil 8-iyun kuni Samdu.uz veb saytida e'lon qilingan. Tadqiqot natijalarining joriylanishi amaldagi me'yoriy tartiblar asosida bajarilgan. Tadqiqot natijalari 4 ta xalqaro va 5 ta respublika ilmiy nazariy anjumanlarida aprobatsiyadan o'tkazilgan. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 14 ta ilmiy ish e'lon qilingan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan dissertatsiyalarning asosiy ilmiy natijalari chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 5 ta maqola, jumladan 4 tasi respublika, bittasi xorijiy jurnallarda chop etilgan. Dissertantning birinchi ma'lumotnomasi shunlardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ilmiy kotibga savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, demak, kotibning axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin degan kengash a'zolarining ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Endi dissertatsiyaning mohiyati va undagi asosiy holatlarni bayon etish uchun so'z dissertantga. Marhamat. Necha minutga mo'ljallangan? Sherali 15 minut kifoya. Yarim soat shart emas, chunki avtoreferat boshqalar dissertatsiyadan kengash a'zolari xabardorda. Tushundingizmi? Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari va aziz ustozlar. Sizlarga ushbu ish muhokamasida qatnashayotganligingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ijozatingiz bilan dissertatsiyaning qisqacha mazmuni bilan tanishtirsam. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan tadqiqot ishimizning mavzusi fors-tojik she'riyatida vazn va qofiyaning o'rganilish muammolari Said Muzaffar Alining Shajaratul Aruz asari misolida deb nomlanib, uning mundarijasi, kirish, 3 asosiy bob va ularni batafsil yoritgan 9 fasl, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan tashkil topgan. Ishning umumiy hajmi 147 sahifadan iborat. Dissertatsiyaning kirish qismi vaqt talablari asosida bajarilgan. Dissertatsiyaning dastlabki bobi Said Muzaffar Alining Shajaratul Aruz asari poetika ilmiga oid muhim manba sifatida nomlangan bobning ilk fasli Said Muzaffar Alining Shajaratul Aruz asari manbalari va tarkibiy tuzilishi deb atalgan. Bu faslda segoh ilmi tarixidan boshlab to Said Muzaffar Ali davrigacha ko'plab ilmiy nazariy risolalar bitilgan. Ularning har biri o'zining maxsus tuzilishiga ega ekanligi segoh ilmining rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk bobo kalonlarimiz Umar Rodiyoniy, Rashididdin Vatvod, Qays Roziy, Nasriddin Tusi, Abdurrahmoni Jomi, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobir, Vahidi Tabrizi, Sayfi Buxoriy o'z risolalarini maxsus ko'rinishda yozganliklari va bu an'ana Said Muzaffar Ali zamonasigacha davom etib kelgani o'z tavsifini topgan. Bundan tashqari, yuqorida tilga olingan adiblarning risolalaridan Shajaratul Aruz ta'limiy ruhda yozilganligi bilan ajratilib turishi asoslangan. Qolaversa Hoji Hasan Nisoriyning Chahor Gulzor, Muhammad G'iyosiddinning Merojul Aruz, Sa'dulloh Murodobodiyning Risolai Ruboyi va muallifi noma'lum Muntahabul Aruz asarlari bilan solishtirilib, yuqorida tilga olingan risolalardan qamrab olingan ma'lumot jihatdan va har bir atamaning sharhi mukammalroq bo'lganligi bilan ajralib turishi o'z isbotini topgan. Bobning ikkinchi fasli Said Muzaffar Alining she'r va she'r ilmiga oid.
domlo partifdagi. Bobning 2-fasli Said Muzaffar Alining she'r va she'r ilmiga oid ilmiy nazariy qarashlari deb atalgan. Faslda she'rning lug'aviy ma'nosi, tojik tilining izohli lug'ati va Muzaffar Alining Shajaratul Aruz asosida sharhlanib, uning istilohiy xususiyati ko'rsatib berilgan. Ahamiyatga molik jihati shundaki, she'rshunoslikning tadrijiy tarixini, umumiy manzarasini tasvirlab, Muzaffar Ali qarashlari bilan uyg'unlikda o'rganilgan. 13-asr faylasuflaridan biri Nasriddin Tusi Me'yorul ash'or va Asosul iqtibos asarlarida she'rni tahlilga tortgan. Fors tojik adabiyotshunosligida she'rni to'liqroq tahlil qilgan faylasuf olim sifatida ko'riladi. Muzaffar Ali va Nasriddin Tusi she'rshunoslik qarashlari mazmun jihatdan ancha yaqinligini ko'rish mumkin. Me'yorul ash'or muallifi bergan yaxlit ta'rif quyidagicha: she'r dar nazdiki mantiqiyon, kalomi mukhayyal mavzun boshad va dar urfi jumhur kalomi mavzun muxaffo. Bu iqtibosda adib qadimda she'rga qarash, o'z davrida va aslida she'r qanday bo'lishini yoritib bergan. Shajaratul Aruz muallifi ham quyidagicha misol keltiradi. Bidonki she'r dar lug'at donishdan va daryoftan است و به اصطلاح منطقیان کلام مخیل موزون و نزد شعرا کلام موزون مخفا. البته مظفر علی هم she'rning lug'aviy va istilohiy ma'nosini sharhlaydi. Bundan tashqari taxayyul, mavzunlik, tartiblilik va qofiyadorlik bo'lishi nasrdan farqli jihati yagona me'yorga ega ekanligi ko'rsatib berilgan. 3-fasl Bobning 3-fasli Shajaratul Aruzda she'riy janrlar tavsif va talqini deb nomlangan. Mazkur faslda janrning lug'aviy va istilohiy ma'nolari sharhlangan. Muzaffar Ali zamonasigacha turkiy va forsiy xalqlar adabiyotshunosligida she'riy janrlar o'rganilganligi tahlilga tortilib, kerakli xulosalar olingan. Muzaffar Ali quyidagicha fikr bildiradi. و شعر را 10 قسم است: فرد، رباعی، غزل، قصیده، قطعه، مثنوی، ترجیبند، ترکیبند، مستزاد و مسمن. مؤلف she'riy janrlarni 10 ta janrdan tashkil topganligini ta'kidlaydi. Misol tariqasida fard janri haqida shunday deydi: Pas fard on است ki du misra داشته باشد و ضرور نیست ki قافیه‌دار باشد. چنانکه دستی طعمه که پیشی کسی کرده دراز pul bastایی ki bigzari az obro'yi xish. Bu yerda fard janri lug'aviy ma'nosi va bu janrda qofiya bo'lishi majburiyati yo'qligini aytib o'tgan va she'riy misollar bilan isbotlab bergan. Har bir yuqorida keltirilgan janrlarni shu tartibda yoritib bergan. Mazkur faslning yana bir muhim masalalaridan biri Muzaffar Alining janrlarga doir qarashlari Ahmad Taroziy, Atolloh Mahmud Husayni va Alisher Navoiy nazariyalari bilan qiyosan o'rganilgan. Dissertatsiyaning 2-bobi Said Muzaffar Alining Shajaratul Aruz asarida aruz ilmi va uning o'rganish usullari deb atalgan. Bobning dastlabki fasli aruz ilmining dolzarb masalalari tarzida nomlangan. Aruz vaznining asosiy tamoyili baytdagi so'zlarni to'g'ri bo'g'inga ajratish hisoblanadi. Bo'g'inga ajratish tilshunoslik prinsiplaridan ba'zan farq qiladi. Misol, agar do'st so'zi til nuqtai nazaridan bir bo'g'in bo'lsa, aruz ilmiga ikki bo'g'inni tashkil etadi. Aruz ilmining boshlanish qismi to'g'ri talaffuzdadir. To'g'ri talaffuz aruz ilmining uchlik usulida o'z aksini topadi. Uchlik usuli sabab, vatat va fosiladir. Muzaffar Ali Asiriy fors tojik aruzshunos olimlaridan birinchilardan bo'lib, sabab, vatat va fosilani uchlik usuli deya nomlagan. Muzaffar Ali sabab, vatat va fosilaga quyidagi misollarni keltirib o'tadi. Sabab: nam va dam, sababi xafif, gul va mul, sababi saqil, hama va rama, vadatga, vafo va jafo va chaman va suman, vadati maqrun, vafo va jafo, vadati mafruq, jola va lola, fosilaga, bidi ham, shikanmash, fosilai sug'roga, bidi ham, fosilai kubroga, shikanmash kabi misollarni keltirib o'tgan. Bundan tashqari har bir rukunni vujudga kelishi uchun sabab va vatat qanday tartibda ishlatilganligi ham muallif tomonidan alohida keltirib o'tilgan. Misol, faulun rukni vujudga kelishi uchun vadati majmu va sababi xafif keltiriladi. Yana shuni aytish joizki, sabab, vatat va fosilaga she'riy misollar keltirilib o'tilganligi muallifning yutug'i sifatida ko'riladi.
Bobning 2-fasli aruz doiralari tadqiqi deb nomlangan. 1000 yillik fors tojik she'riyatida aruz vazni asosiy she'riy tizim sifatida ko'rilgan. Aruz vaznining ba'zi jihatlari, jumladan vaznlarni aniqlash ko'p hollarda qiyinchilik tug'dirgan. Shu sababdan arab va ajam aruzshunos olimlari bu mushkulotlarni yechimi sifatida aruz doiralarini kashf etganlar. Aruz ilmining otasi Halil ibn Ahmad ham birinchilardan bo'lib, aruz doirasiga asos solgan. Said Muzaffar Ali ham aruz doiralariga befarq bo'lmagan va quyidagicha fikr bayon etgan. Va aruziyonro baroi tahlili buhuri nizdahgona davoir barobardan va har doirare ismi nihoda. Bundan shuni bilish lozimki, hamma aruzshunos olimlar bahrlar tahlili uchun doiralardan foydalanishganlarini qayd etib o'tgan. Shuni alohida qayd etib o'tish joizki, Nasriddin Tusi va Muzaffar Ali qarashlari qiyosan tahlilga tortilib, umumiylik va tafovutni ko'rsatib berilgan. Said Muzaffar Ali ham aruz bahrlarini 6 ta doiraga bo'lgan. Ular muttafiqa, mushtaliba, mutalifa, muxtalifa, mushtabiha va muntaziya. Muallif bu doiralarni har biriga ishonchli dalillar keltirgan. Misol tariqasida muttafiqa doirasini keltirib o'tamiz. Faulun 4 marta doiraga yozilsa, keyin faudan boshlansa, faulun, 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 faulun vujudga keladi va bu mutaqorib bahr hisoblanadi. Agar lundan boshlasak, lun faulun, 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 faul desak, foilun, 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 foilun vazni vujudga keladi va bu bahr mutadorik deb nomlanadi. Bu doirani muttafiqa deb nomlaymiz deya fikr bildirgan. 3-fasl aruz bahrlari va ularning vazn xususiyatlari deb nomlangan. Mazkur faslda arab va ajam aruzshunosligidagi baytning xususiyati alohida o'rin kasb etishi, har bir she'riy parchani tahlil qilishda albatta baytga tayanish lozimligi, qolaversa misra asosida vaznni to'g'ri topish imkonsizligi, bir bayt she'r asosida bahr vujudga kelish masalalari atroflicha tahlilga tortilgan. Bahr so'zining lug'aviy va istilohiy ma'nolari Shajaratul Aruz va tojik tilining izohli lug'atiy kitoblari asosida sharhlanib o'tilgan. Tojik tilining izohli lug'atiy kitobida bir necha ma'nolarda dengiz, bahra topmoq, bahra olmoq degan ma'nolarni bildiradi. Shajaratul Aruz risolasida esa lug'aviy ma'nosi dengiz, istilohiy ma'noda vaznli she'rning parchasi degan ma'nolarni bildirgan. Bundan tashqari Said Muzaffar Ali bahrlarni 2 ga ajratadi. Mufrad va murakkab bahrlar. Mufrad bahrlar asli rukunlardan tarkib topganligini, murakkab bahrlar asli rukunlar zihofidan tashkil topgan bahrlar ekanligini qayd etib o'tadi. Ajam aruzining maxsus bahrlariga jadid, qarib va mushokil kirishini keltirib o'tgan. Qolgan 11 ta bahrlarni arab va ajam shuarolari mushtarak tarzda ishlatganligini ham aytib o'tadi. Shuni alohida qayd etish joizki, arab aruzining maxsus bahrlarini jumladan komil, vofir va razashni fors tojik shoirlari musamman shaklida keltirganligiga ham ishoralar qiladi. Dissertatsiyaning 3-bobi Said Muzaffar Alining Shajaratul Aruz asarida qofiya ilmi va uning nazariy asoslari deb atalgan. Bobning dastlabki fasli qofiya harflari va ularning qo'llanish imkoniyatlari tarzida nomlangan. Mazkur faslda qofiya ilmining tadrijiy va tarixiy vujudga kelishi borasidagi asosli faktlar keltirilgan. Qofiya va uning unsurlari haqida ishonchli ma'lumotlar beruvchi bir nechta qimmatli manbalar keltirib o'tilgan. Shu jumladan Said Muzaffar Ali Asiriyning Shajaratul Aruz asari qofiya ilmining asosiy jihatlarini tushuntirib bera oladigan muhim manba hisoblanishi, mazkur risolaning kirish qismida qofiya so'zining lug'aviy ma'nosi sharhlanganligi, muallif qofiya so'zining lug'aviy ma'nosini izdan boruvchi va bu so'zning ildizi mushtaqdan, ya'ni shaqqa, qaffa, qafudan olinganligini hamda kimningdir yoki nimanidir ortidan yurish degan ma'nolarni bildirishini keltirib o'tadi. Ishning bu faslida Muzaffar Ali lafziy va ma'naviy qofiya xususiyatlarini she'riy misollar yordamida ko'rsatib beradi va quyidagi she'riy parchani lafziy qofiyaga misol keltiradi. Bu vachchun bargi gul toza zabonam, ki dar vasfi ruhash rabtul lisonam.
Mazkur she'riy parchada zabonam va lisonam qofiya vazifasiga kelgan. Bundan shuni bilish mumkinki, lafziy qofiyada so'zlar shakli turlicha, ma'nosi esa bir xil. Ma'naviy qofiyaga ham juda dalilli misollar keltirib o'tgan. Toyak nazar ba xoli siyohi tu dida ast. Mardum ba chashmi oynayi shuhi tu dida ast. Bu yerda dida so'zi qofiya vazifasiga kelgan. Birinchi dida ko'z ma'nosida, ikkinchi dida ko'rmoq ma'nosida kelgan. Mazkur misollardan ma'naviy qofiyaning xususiyatlarini to'laligicha bilish mumkin. Chunki baytdagi omonim so'zlar boshqa ma'nolarni bildirib o'tyapti. Bundan tashqari muallif ayrim she'riy misollarni keltiradi va qofiya yo'q deya fikr bildiradi va biz ham bu ruboiyni keltiramiz va keyin tahlil qilamiz. Sarmo bi guzashtu indili zor hamon. Garmo bi guzashtu indili zor hamon. Al qissa hazor garmu sardi olam. Barmo bi guzashtu indili zor hamon. Shundan ko'rinadiki, yuqorida tilga olingan ruboiyda bi guzashtu indili zor hamon birikmasi radif vazifasini bajaradi. Biz bu yerda sarmo, garmo va barmo so'zlarini qofiya deb hisoblaymiz. Ishning bu faslida Muzaffar Ali qamrovli fikr bildiradi va uning risolasigacha bo'lgan asarlar bilan qiyosiy tarzda yuqoriga keltirilgan qofiya harflari sharhlanib o'tilgan. Masalan, ta'sis, daxil, ridf, qayd, vasl, xuruj, mazid va noiralar. Bobning 2-fasli qofiya harakatlari tadqiqi deb ataladi. Ko'plab qofiya nazariyotchilari, masalan Rashiddin Vatvot, Shamt Qays Roziy, Nasriddin Tusi, Abdurrahmon Jomiy, Alisher Navoiy qofiya harflarini 2 guruhga bo'lganlar. Raviydan oldingi harflar va raviydan keyingi harflar. Muzaffar Ali boshqa nazariyotchilar kabi qofiya harflarini 2ga ajratadi va raviydan keyingi harflarni 4 turga bo'ladi. Vasl, mazid, xuruj va noira. Birinchisi vasl harfi bo'lib, lug'atda bu atama bog'lash ma'nosini anglatadi. Muzaffar Ali ham bu faslni raviydan keyin keladigan harf sifatida ko'radi va uni raviyga bog'lanishini alohida ta'kidlaydi. Bu harfning har biriga she'riy misollar keltirilib, xususiyatlarini ko'rsatib bergan. Arab yozuvida 3 ta harakat mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat: fatha, zamma va kasra. Ushbu 3 belgi yuqorida aytib o'tilganimizdek, qofiya ilmida 6 ta nom bilan ataladi: ras, ishbo, hazl, tavjih, majro va nifos. Shajaratul Aruz asarining muallifi ham qofiya ilmida mavjud bo'lgan 6 harakatni qayd etgan va ularni quyidagicha ta'riflagan. Harakatlar qofiyada 6 ta bo'lib, ularni quyidagicha izohlash mumkin: ras, ishbo, hazl, tavjih, majro, nifos. Muzaffar Ali har bir harakatni to'liq misollar bilan tushuntirib bergan. 3-bobning 3-fasli Shajaratul Aruzda qofiya nuqsonlari tahlili va tasnifi deb nomlangan. Fors tojik klassik adabiyotda she'r yozishning asosiy shartlaridan biri albatta qofiyani keltirish hisoblanadi. Qofiya nazmning asosiy elementlaridan biri bo'lib, shoirlarni bu mezonlarga to'liq amal qilishi she'r yozishni biroz qiyinlashtiradi. Shu sababli ba'zan shoirlarimiz qofiyaning an'anaviy qoidalaridan chetga chiqishgan. Ular bunday holatlarni qofiya qoidalariga zohiran xalaqit bermaydi deb hisoblashgan. Biroq bu holat qofiyashunos olimlar tomonidan noqis, noto'liq qofiya, qimmatini yo'qotgan qofiya yoki umuman olganda uyubi qofiya deb baholangan. Bu haqida qadimgi shoirlar, ya'ni mutaqaddimon ham jiddiy fikr bildirgan. Shamt Qays Roziy shunday deydi: va garchi qadimgi shoirlar bu bobda chuqur tadqiqotlar o'tkazgan bo'lsalarda, har bir ozgina ma'nodagi xatolikni ham ayb deb hisoblab, unga nom qo'yganlar deya ta'kidlaydi. Shajaratul Aruz muallifi ham qofiya nuqsonlariga alohida fasl ajratib, tadqiq etib quyidagicha nomlagan: sinot, aqvo, akvo, abdol, ito, shoygon, g'uluv, ta'ddi, tazmin, mutasarrif va tahlil va qasddan so'zni noto'g'ri ishlatish. Muallif har birining lug'aviy ma'nosini ham izohlaydi. Jumladan, sinot so'zining lug'aviy ma'nosi ixtilof, fikrni chalg'itish va tarqoqligi deb keltiriladi va she'riy misollar yordamida isbotlab beradi. Kasonro diram dodu tashrifu asb, tabiiz ki axloq na ko na kasb.
Shu tariqa mazkur bobda qofiya nuqsonlari turli misollar yordamida tahlilga tortilgan. Tadqiqot mavzusi yuzasidan chiqarilgan 8 banddan iborat ilmiy xulosalar dissertatsiya hamda avtoreferatda o'z aksini topgan. Tadqiqot ishimizning qisqacha mazmuni shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Xo'p, rahmat. Dissertant tadqiqotning asosiy mazmunini bayon etib berdi. Endi shu yuzasidan savol-javobga o'tamiz. Marhamat, kimda qanday savollar bor? Ilmiy kengash a'zolari. Professor Usmon Qobilov, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Bugun haqiqatan bir ajoyib dissertatsiyani muhokamasida qatnashyapmiz. Men dissertatsiya bilan yaxshi tanishman. Shu bora-borida ayrim savollar ham tug'ildida. Chunki bu juda ham bir tor doirada o'rganiladi aruz. Va respublikamizda ham aruzshunoslik bo'yicha yetuk mutaxassislarimiz ham juda kam noyob kadrlar hisoblanadi. Meni qiziqtirgan masala shundaki, birinchidan jahon adabiyoti o'rganilishi haqida gapirgansiz aruzda, shundaymi? Kirishida. Endi jahon adabiyoti, ya'ni Sharq mumtoz adabiyotdan boshqa xalqlar adabiyoti she'riyatiga aruzda qanday aloqasi bor? Savol tushunarli. Ikkinchi savolim shunday ediki, aruz uzoq yillar davom etgan bo'lsa, uzoq asrlar davom etgan bo'lsa-da, keyinchalik amaliyotdan nima sababdan chetlasha bordi aruz? Ana shu savollarga javob berib o'tsangiz. Rahmat e'tibor uchun. Avvalambor rahmat ustoz savolingiz uchun. Albatta o'rinli savol berdingizki, aruz ilmi o'zi sharq mamlakatlarida, aytaylik arabdan keyin fors, tojik va turkiy o'zbek xalqlari o'rtasida juda rivojlangan hisoblanadi va tadqiqotlar jahon adabiyotida qanday qiziqish uyg'otishi, nima sababdan vujudga kelishi degan savolingizga bevosita quyidagicha javob berishimiz mumkinki, chunki sharq durdonasida yozilmagan narsalar juda ko'p. Biz shu sharqshunos olimlar Belinskiymi, Bertelsmi, boshqalarni tilga olamizmi? Ularning hammasi albatta mana shu sharq adabiyoti bilan jahonga tanilgan. Shu nuqtai nazardan ko'p olimlar, aytaylik jahon adabiyotidagi olimlar bu yerga tavajjuh zohir qilgan, aytaylikki qiziqish uyg'otganlar shu nuqtai nazardan. Ikkinchi savolingiz aruzga bitilgan asrlar, aytaylik so'nggi asrlardan kamroq bo'lishi yo aytaylik ortga chekinishi degan ma'noda savolingiz. Albatta adabiyot nazariyasini biz bilamizki, asrlar davomida shakllanib boradi. Aytaylik u yuqorilanib ketishi ham mumkin yoki aytishimiz mumkinki u pastlashib ketishi ham mumkin. Albatta aruzga doir bo'lgan masalalarga meni fikrimcha, albatta bu fikr ham ilmiy xulosalar asosida aytyapmanki, meningcha yozuvlarning o'zgarishi, jahon adabiyotidagi aytaylik adabiy jarayonlarni bizga kirib kelishi bu masalaga sabab bo'lgan deb o'ylayman. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Qanday savollar bor? Professor Azmiddin Nosirov, marhamat domla. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Mana tadqiqot bilan tanishmiz. Ana shu tanishish davomida ba'zi savollar tug'ildi. Birinchi savolimiz Ahmad Taroziy ham she'riy san'atlar haqida, aruz nazariyasi haqida ma'lum bir qarashlarni ilgari surgan. Siz o'z tadqiqotingiz davomida Ahmad Taroziy fikrlarini qiyosiy tahlilga tortdingizmi va qanday xulosalarga keldingiz? Birinchi savol. Ikkinchi savol, Mir Alisher Navoiy Dubaytiy atamasini qo'llaydi. Rubayga nisbatan. Siz tadqiqotda bunga ba'zi bir fikr mulohazalarda o'zingizni munosabatingiz bildirgansiz. Bunga sabab nimada deysiz? Rahmat. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Birinchi savolingizga javob berishga harakat qilaman. Ahmad Taroziy aytaylik she'riy janrlar yoki she'riy san'atlarga
bergan aytaylik ta'rifini qaysi nuqtai nazardan biz Shajaratul Aruzga keltirilgan she'riy janrlar nazariyasi bilan qiyoslashga harakat qilganimizning sababi birinchisi ishimizning kafedra muhokamasida bu taklif ustozlardan tushgan edi va keyinchalik biz bu manba bilan tanishib haqiqatan ham yaqinlashib ko'rganimizda Said Muzaffar Ali va Ahmad Taroziy o'rtasiga 300 yil 400 yil tafovut bo'lsa ham farq bo'lsa ham bu ikkita asarda she'riy janrlarga keltirilgan masalalar tafovutdan ko'ra umumiylik ko'proqligi. Aytaylik, Ahmad Taroziy ham she'riy janrlarni 10 turga ajratadi. Shajaratul Aruzda ham 10 turga ajratadi. Faqat bitta mutavvil janri deb Taroziy tafovutni shundaki keltirib o'tadi. Buning sababi shundan. Ikkinchi savolingiz Mir Alisher Navoiy keltirilgan nazariya ruboiy va ruboiyni forsiylar dubayti ham deydi degan savol ekan. Albatta ruboiy nafaqat aytaylik Alisher Navoiydan 200 yil oldin biz bevosita bilamizki Nasriddin Tusi ham Meyorul Ash'orning kirish qismida shu fikrni, shu qarashni ilgari surgan. Ruboiy arablarda, forsiylarda dubayti deb atagan. Lekin bu qarashga men unchalik to'laligicha qo'shilmaganimning sababi shundaki, so'nggi aytaylik yillardagi adabiyotshunoslik tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bevosita dubayti bilan ruboiy bitta janr emas, balkim ikkita janr. Bir-biriga o'xshash bo'lsam, lekin vazn jihatdan aytaylik ruboiy hamma vaqt cho'ziq aytaylik bo'g'in bilan boshlanishi, dubayti bo'lsa har doim ham qisqa bo'g'in bilan boshlanishi shu nuqtai nazardan bu fikrga to'laligicha qo'shilmaganmiz. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Professor Isroil Sulaymonov, marhamat domla. Mana tadqiqot obyektingiz bo'lgan manba risolani o'sha davrda yaratilgan shu turdagi manbalardan o'ziga xosliklarini aytsangiz, farqli yoki o'ziga xos jihatlari. Rahmat. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Darhaqiqat o'rinli savol berdingiz, chunki har bir adabiy jarayon o'ziga xos xususiyatga ega hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan biz bevosita 19-18 asrlarda yaratilgan risolalar, undan oldingi masalan Chahor Gulzor, Hoji Hasan Nisoriyning Chahor Gulzor, Risolai Ruboiy, Merochul Aruz kabi asarlar bilan agar qiyosan o'rgansak va bu dissertatsiyada ham keltirib o'tilgan, oz bo'lsa ham tadqiq etilgan, farqli jihati shundaki, hammasi umumiyligi, hammasi ta'limiy ruhda yozilgan. Farqli jihati o'sha davrda yaratilgan, yuqorida sanab o'tilgan risolalardan Shajaratul Aruz risolasining farqli jihati u birinchidan ajdodlari singari, o'zidan oldingi aytaylik nazariyotchi olimlar singari bevosita mufassalroq ma'lumot berishga harakat qiladi. Bundan tashqari yana bitta farqli jihatini biz aytib o'tishimiz mumkinki, bevosita asarda keltirilgan masalalarni bob va fasllarga kamroq ajratmaydi. Masalan, Merochul Aruzda, Risolai Ruboiyda yo Chahor Gulzorda kamroq fasl va aytaylik boblarga ajratib tahlil qiladi. Shajaratul Aruzda bu masala aksincha ko'proq boblar fasllarga, fasllar kichkina fasllarga ajratib tahlil qilingan. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Marhamat professor Sirojiddin Xo'jaqulov. Assalomu alaykum ilmiy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Darhaqiqat bugun bir yaxshi dissertatsiyaning muhokamasiga guvoh bo'lyapmiz. Shirajon, sizni dissertatsiyangizni yoqqan jihati, menga yoqqan jihati shundan iboratki, dissertatsiyaning boshidan oxirigacha qiyosiy tahlil ketadi. Mana shu Shajaratul Aruzning qiyosiy tahlili boshqa shu tipdagi asarlar bilan. Lekin ko'proq siz Nasriddin Tusi va Shams Qaysi Roziyning asarlari bilan bu asarni qiyoslab o'tasiz. Sababi nimada?
Rahmat ustoz savolingiz uchun. Darhaqiqat to'g'ri ta'kidlab o'tdingizki, biz dissertatsiya ishimizda bu aruz bo'ladimi, qofiya bo'ladimi, aruz zihoflari bo'ladimi, ko'pincha masalalarga birinchidan Shams Qaysirozining al-Mo'jamiga, ikkinchidan aytaylik Nasriddin Tusiyning Me'yorul Ash'origa ko'proq yuzlanganmiz. Buning sababi shundaki, chunki Forsiy va tojik xalqlar adabiyoti tarixida agar biz nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'p risolalar yaratilgan. Lekin bulardan aytaylik mashhurroqi, agar Eron adabiyotshunosi Qazvini ta'biri bilan aytganda, fors tojik adabiyotida ko'plab risolalar yaratilgan, aytaylik Segoh ilmida. Lekin aytaylik al-Mujam, Shams Qaysirozining al-Mujamidek mukammal va aytaylik Segoh ilmini mufassal yoritib beradigan risola bizgacha yetib kelmagan, bo'lsa ham yetib kelmagan degan fikrni bildirgan. Birinchidan bu asar ishonchli va mufassal bo'lganligi uchun. Va ikkinchidan Me'yorul Ash'or masalasiga kelsak, Me'yorul Ash'or adabiyotshunoslar aytaylik ta'biri bilan aytganda arab aruzini o'rganishda Zamaxshariyning al-Qustosidan ikkinchi o'ringa turadigan risola hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan biz bevosita bu ikkita asarga yuzlanganmiz. Rahmat ustoz savolingiz uchun. Onlayn qatnashayotganlar. Maylama, assalomu alaykum. Savollaringiz bo'lsa, marhamat o'tirishingiz mumkin. Xo'p, so'z ilmiy rahbar filologiya fanlari doktori professor Juma Hamroyevga. Xo'p, demak, ilmiy rahbar yozma mulohaza bergan ekanlar, shu bilan cheklanmoqchilar. Marhamat. Xo'p. Endi dissertatsiya va avtoreferat haqidagi tegishli muassasa va ilmiy seminar xulosalari hamda yetakchi tashkilotlar va mutaxassislarning taqrirlari haqida ma'lumot berish uchun so'z ilmiy kotibga. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, raislik etuvchi. Ijozatingiz bilan dissertantga taalluqli ikkinchi ma'lumotnomani o'qib eshittirsam. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining 2026-yil 20-apreldagi ilmiy seminari xulosasida Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning dissertatsiyasi ilmiy kengashda himoya qilishga tavsiya etilgan. 2025-yil 20-aprelda tadqiqot Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashda 10.0005 Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti, tojik tili va tojik adabiyoti ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminarda muhokama qilingan. Seminarda rasmiy taqrirchi sifatida qatnashgan filologiya fanlari doktori professor Yusupova Dilnavoz Rahmonovna, filologiya fanlari nomzodi dotsent Tohirov Sobirjon Qobilovichlar Sherali Norqo'chqorovning ishiga ijobiy taqriz berganlar. Ilmiy seminar bayonnomasida Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning fors tojik she'riyatda vazn va qofiyalarni o'rganish muammolari mavzusidagi 10.0005 Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisosligiga muvofiq kelishi dissertatsiyasi, dissertatsiyaning ilmiy saviyasi, uning ilmiy va amaliy qimmati, ilmiy natijalarning fanga va amaliyotga joriy etilishi, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob berish ta'kidlangan. Ishda olingan natijalarning to'liq asoslanganligi, dissertatsiya va avtoreferatni rasmiylashtirish qoidalari to'g'ri bajarilganligi, avtoreferat va e'lon qilingan maqolalar uning mazmunini to'liq aks ettirishi ko'rsatilib, Samarqand davlat universiteti tadqiqotchisi Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning dissertatsiyasi himoyaga tavsiya etilgan. Sharof Rashid nomidagi Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashning 2026-yil 24-apreldagi majlisida ish himoyaga qabul qilib olingan. Uning bayonnomasiga ko'ra, Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning 10.0005 Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisosligi bo'yicha yozilgan dissertatsiyasiga rasmiy opponentlar etib filologiya fanlari doktori professor Nurali Nurov, filologiya fanlari doktori professor Dilnavoz Yusupovalar belgilangan. Yetakchi tashkilot sifatida Farg'ona davlat universiteti ko'rsatilgan. Farg'ona davlat universiteti Adabiyotshunoslik kafedrasidagi 10.0005 Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti, tojik tili va tojik adabiyoti ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminar muhokamasining 2026-yil 18-iyundagi navbatdan tashqari kengaytirilgan yig'ilish bayonnomasida tashqi taqriz berilgan.
tashqi taqrizda Sherali Norqo'chqorovning dissertatsiyasida erishilgan yutuqlar bilan birga taklif va mulohazalar va munozara o'rinlar sifatida keltirilgan mulohazalar ham mavjud. Masalan, birinchisi, ba'zi o'rinlarda she'riy misollar ko'proq keltirilgandek ko'rinadi. Ikkinchisi, fors-tojik aruzshunosligidagi bu o'rganishlarning o'sha davr turkiy aruziga, masalan, Boburdan keyingi o'zbek aruzshunosligiga ta'sirini yanada kengroq qiyoslash ishning qiyosiy tipologik ahamiyatini oshirgan bo'lar edi. Uchinchisi, ikkinchi bobda aruz nazariyasiga oid ayrim masalalarni boshqa klassik risolalar bilan yanada kengroq qiyoslash imkoniyati mavjud edi. Ushbu qayd etilgan taklif va mulohazalar ishning ilmiy qimmatiga hamda amaliy ahamiyatiga ta'sir ko'rsatmasligi qayd etilgan. Umuman yetakchi tashkilot taqrizida Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning dissertatsiyasiga ijobiy taqriz berilgan. Shuningdek, Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning dissertatsiyasi avtoreferatiga quyidagi ilmiy va oliy ta'lim muassasalari mutaxassislari tomonidan ijobiy taqrizlar berilgan. Jumladan, Chirchiq davlat pedagogika universitetidan Davlatova imzosi bilan, Termiz davlat universitetidan Hurriyat Xolmurodova imzosi bilan, Qoraqalpoq davlat universitetidan O'gulboy Gayleyev imzosi bilan, Urganch davlat universitetidan Ahadxonova imzosi bilan, Qarshi davlat universitetidan Karimova va Ravshanovalar imzosi bilan, Termiz davlat muhandislik va agrobiotexnologiya universitetidan Shukurova Bahora imzosi bilan, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasidan Zulayho Rahmonova imzosi bilan, Navoiy davlat universitetidan Sharipova Rahima imzosi bilan, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi Aburayxon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti yetakchi ilmiy xodimi Komiljon Rahimov imzosi bilan ijobiy taqrizlar berilgan. Shuningdek, Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning dissertatsiyasi avtoreferatiga Tojikiston, Qirg'iziston va Rossiya Respublikasi universitetlarining professor o'qituvchilaridan ham taqrizlar berilgan. Jumladan, Sadriddin Ayniy nomidagi Tojikiston davlat universiteti professorlari Kazakova Umrunso va Qodirzodalar imzosi bilan, Dobrolibov nomidagi Nijniy Novgorod davlat lingvistika universitetidan Chekinov imzosi bilan, Qirg'iziston xalqaro Alatov universitetidan Japaraliyev Sherboy imzosi bilan, akademik Bobojon G'ofurov nomidagi Xo'jand davlat universiteti hozirgi tojik adabiyoti kafedrasidan Mirzo Yunusov imzosi bilan, akademik Bobojon G'ofurov nomidagi Xo'jand davlat universiteti tojik mumtoz adabiyot tarix kafedrasidan Tojidoda Sharifjon G'aybulla imzosi bilan. Umuman qayd etilgan taqrizlarning barchasida Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning tadqiqoti ijobiy baholanib, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD dissertatsiyalari oldiga qo'yilgan barcha talablarga javob berish ko'rsatilib o'tilgan. Dissertatsiya avtoreferatining oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'la mosligi, uning muallifi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olishga loyiq ekanligi alohida ta'kidlangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bironta taqriz yoki berilgan nimalarni o'qishga. Rahmat Komiljon. Demak, bironta taqrizni o'qib eshittirishga ehtiyoj bormi? Kotibga savollar bormi? Demak, bo'lmasa, keyingi bosqichga o'tamiz. Yetakchi tashkilot va mutaxassislar taqrizlariga fikrlar va munosabat bildirish uchun so'z dissertantga. Marhamat. Farg'ona davlat universiteti Adabiyotshunoslik kafedrasi professor o'qituvchilari bergan tashqi taqrizda ko'rsatilgan kamchilik va mulohazalarga bizning munosabatimiz quyidagicha. Birinchisi, bizning mavzuyimiz she'riy janrlar, aruz va qofiya kabi masalalarga bag'ishlangan bo'lib, har bir nazariy qarashni she'riy parchalar bilan dalillashga harakat qilganmiz. Ba'zi o'rinlarda qiyosiy tadqiq etish maqsadida she'riy misollar keltirib o'tilgan. Ikkinchi mulohazalariga. Shajaratul Aruzga doir dastlabki tadqiqot ishi bo'lganligi sabab biz ko'proq mazkur asarni mazmun mundarijasini yoritishga harakat qilganmiz. Albatta, keyingi tadqiqotlarimizda o'sha davrda yaratilgan turkiy aruzini ham tadqiq etishga harakat qilamiz. Uchinchisi, ikkinchi bob hajm jihatdan oshganligi sabab biz ko'proq aruz zihoflariga doir keltirilgan she'riy misollarni qisqartirdik. Bizga mazkur bobni boshqa klassik risolalar bilan kengroq qiyoslash
hech qanday muammo keltirmasdi, lekin hajm oshgan bo'lardi. Ishning qofiya va she'riy janrlar tadqiqida klassik risolalar bilan qiyosan o'rganilgan. Rahmat. O'tirishingiz mumkin. Endi dissertatsiya muhokamasiga o'tamiz. So'z dissertatsiya bo'yicha rasmiy oponent filologiya fanlari doktori, professor, akademik Bobojon G'afurov nomidagi Xo'jand davlat universiteti professori Nurali Nurovga beriladi. Marhamat. درود به همه شما استادان محترم، ریاست شورای حمایت و دانشمندان گرامی. قبل از همه پیام و درود استادان دانشگاه دولتی خوجند را به همه شما اعضای محترم شورای حمایت دانشگاه دولتی سمرقند و شرفشون میرسونم و از دعوت برای به حیث مقرر و هم عضو شورا اظهار سپاس میکنم. تقریر مقرر رسمی برای رساله نورقوچخورov شیرالی شفقتزاده در موضوع مسئله های آموزش وزن و قافیه در ادبیات فارسی ترکی در مثال اثر شجرةالعروض سعید مظفرعلی برای دریافت درجه علمی دکتر فلسفه پی اچ دی از روی اختصاص 10/01/05 زبان و ادبیات خلق‌های آسیا و آفریقا زبان و ادبیات تاجیک. مسئله تحقیق و آموزش افزون شعری و عنصرهای دیگری ساختاری آن در شمار مهمترین مباحث علمی ادبیات شناسی قرار گرفته است که از هر راه و شیوه در مرزهای مختلف ادبیات جهان و زبانهای گوناگون عالم بررسی می شود. شناخت وزن شعر، قافیه و ردیف امکانیت فراهم می آورد تا در نوبت اول جنبه‌های هنری ادبیات و ویژه نظم به صورت کامل و صحیح مقرر و جایگاه سروده‌های شاعران و ارزش‌های ادبی و بدیعی آنها مشخص گردد. به عبارت دیگر تحقیق پئتیکا از جمله وزن و قافیه جهت روشنگرداندن خصوصیت‌های ساختاری و بدیعی آثار منظوم، تعیین ارزش‌های استتیکی و درک عمیق‌تری میراث ادبی و اهمیت بزرگ عملی و نظری برخوردار است. تحقیق مسائل ساختاری شعر فارسی بیشتر مورد از دو شیوه صورت می‌گیرد. در نوبت اول پژوهش میراث ادبی سخنوران مختلف ادبیات تاجیک و ویژه جنبه‌های پئتیکی آن در مثال افزان شعری و کاربرد قافیه از جمله مهمترین روش‌هایی است که در اساس آن عنصرهای مهم آثار منظوم تحقیق می‌شود. برای معرفت عمیق مسئله مذکور مطالعه و تطبیق دیدگاه‌های نظری دانشمندان علوم بلاغی و کتاب‌های مربوط به شعرشناسی، بلاغت، زیبایی شناسی ادبیات چون امر مهم خدمت می‌کنند. بر این اساس تحقیق جنبه‌های نظری و عملی آثاری که راجع به مسائل بلاغت، نظریه ادبیات، عروض و قافیه، عناصر دیگر شعرشناسی و قلم آمدن شیوه مهم و مطلوب تحقیق این مسائل نیز محسوب می‌شود. مهمترین ویژگی قابل اهمیت تحقیق این نوع آثار و به تعبیر دیگر تحقیق عناصر ساختاری شعر چون افزان و قافیه که در معرفت جنبه‌های پئتیکی کلام منظوم نقش کلید دارند بر اساس چنین کتاب‌ها در آن به ظهور می‌رسد که اصول مذکور در معرفت مسئله‌های نظری تحقیق عروض و قافیه افکار ادبی تنقیدی مؤلفان چنین تالیفات و تطبیق اندیشه‌های مذکور در عملیات که در مثال نمونه‌های اشعار شاعران دیگر و حتی خود مؤلفان آنها در این نوع کتب نوشتند قابل اهمیت باشد. تاکنون در این زمینه از جانب دانشمندان صاحبنام تاجیک خدای شریفزاده، عبدالنبی ستارزاده، رحیم مسلمانیان، ارواط‌الله طاهرov، مصباح‌الدین نزدیخ‌خان و در ازبکستان دلنواز یوسف و آرزوگل همراه و اعظمov عبدالله و دیگران راجع به چنین آثار پژوهش‌های ارزشمندی به انجام رسیدند. تحقیق تالیفات در زمینه ارزش‌شناسی و علوم بلاغی به انجام رسیده مقرر می‌کنند که نوابسته به موجودیت پژوهشات موجوده در این مسائل کتب و رسائل زیادی هنوز موجودند که تا امروز در سطح مطلوب در ادبیات شناسی تاجیکی و ازبکی به رشته تحقیق کشیده نشده است. یکی از آنها رساله شجرةالعروض سعید مظفرعلی میباشد که هرچند از آن چاپ‌های سنگی باقی ماندن ولی تاکنون از دیدگاه ساختاری و محتوا و مندرجه و نقش آن در تحقیق مسائل مربوط به افزون شعر فارسی شناخت دیگر عناصر شعر پژوهش انجام نیافته است. از این رو رساله دکتری نورقوچخورov شیرالی شفقتزاده در موضوع مسئله‌های آموزش افزون وزن و قافیه در ادبیات فارسی تاجیک در مثال اثر شجرةالعروض سعید مظفرعلی از جمله اولین تحقیقات در ادبیات شناسی تاجیک و ازبک به شمار می‌رود که در آن در نوبت اول سعید مظفرعلی همچون یکی از دانشمندان عروضشناس و اثر مذکور به عنوان یکی از منابع علوم بدیع، قافیه و عروض به رشته تحقیق کشیده شده است. در این تحقیقات دیسرتان بار اول در حوزه‌های علمی ادبیات شناسی مقرر نموده است که سعید مظفرعلی مسائل را در محور تالیف
ارزشمند خویش قرار داده است که به آنها در پژوهش‌های قبلا انجام یافته میتوان گفت کمتر توجه شده است یا در ارتباط با نظریات خود مؤلف اثر مذکور اصلا توجه نگرفته است. از جمله محقق در این دیسرتاسیون در برابر تحقیق مهمترین ویژگی‌های عناصر شعر شروع از حجاب، تقطیع، افزون و بهور از دیدگاه‌های سید مظفرعلی با چنین وظیفه‌ها و خصوصیت‌های قافیه رجوع نموده است که بررسی مربوط به آنها در تحقیقات دیگر دانشمندان کمتر مشاهده می‌شود. ردیف ترکیب همچون شکل قافیه‌ای که در آثار در آخر مثلا جای می‌گیرد، تصرف ترکیب، تحریف کلمه، اضافت، موازنت و امثال این. در برابر این مسئله اختیارات شاعری در مثال تغییرات لفظی و قافیه سازی که در اصل این شیوه در عرف معمول نیست، از جانب عنوانجو نورقشخور شیرعلی شفقت‌زاده عمیق و دقیق با ذکر نمونه‌ها از شعر کلاسیکی فارسی تحقیق شده است. تحقیقات انجام یافته مقرر می‌سازد که رساله از مقدمه، 3 باب، 9 فصل، خلاصه و فهرست ادبیات استفاده شده عبارت میباشد. در مقدمه مؤلف در نوبت اول مهمیت و ضرورت تحقیق موضوع انتخاب شده را دقیق نموده، در ادامه پیشینه آموزش و بررسی آن هدف و وظیفه‌های اصلی تالیف رساله علمی، اهمیت نظری و عملی، سرچشمه‌ها و متدولوژی پژوهش، ناوگانی‌های علمی را به طور مشخص توضیح و بیان نموده است. از تحلیل‌های در قسمت درجه آموخته شده موضوع انجام یافته معلوم می‌گردد که مؤلف برای انشای رساله مذکور منابع، سرچشمه‌ها و ادبیات تحقیقی فراوان استفاده نموده است. در کنار این مهمترین رساله‌های تالیف شده در علوم بلاغه، عروض و قافیه را مورد آموزش قرار داده، با استفاده از روش تحقیقی قیاسی دیدگاه‌های سید مظفرعلی را با مؤلفان این آثار بررسی کرده است. باب اول رساله شجاعت‌العروض سید مظفرعلی همچون سرچشمه مهم پلیتیک فارسی تاجیکی عنوان داشته. مسائل اساسی مورد آموزش مؤلف در 3 فصل تحقیق شده است. فصل اول این باب سرچشمه‌ها و ساختار شجاعت‌العروض سید مظفرعلی نام دارد. بررسی عنوانجو مقرر کرده است که راجع به زندگی نامه و میراث ادبی مؤلف اثر معلومات خیلی کم تا زمان ما رسیده است. از این رو او تنها با اطلاع ادبیاتشناس تاجیک عبدالله جان غفورov تاکید نموده، تاکید داشته است که یگانه معلومات دقیق آن است که او در حوزه ادبی لکنوی عصر 19 زندگی و ایجاد کرده است. با تاکید بر این مطالب به تالیفات سید مظفرعلی در زبان‌های فارسی و اردو اشاره نموده است. در جریان تحقیق عنوانجو مقرر نموده است که عنعنه نگارش آثار در بلاغت فارسی عروض‌شناسی که به تالیفات محمد عمر رادیانی، شمسی قیس رازی، نصیرالدین طوسی، عبدالرحمن جامی، امیر علی شیر نوایی، ظهیرالدین محمدی بابر، سیف بخارایی تا زمان سید مظفرعلی ادامه یافته است. به اندیشه او هرچند سید مظفرعلی به سنت‌های نگارش چنین آثار تکیه کرده است، اما از ساختار و محتوای این اثر برمی‌آید که آن از بخش‌های زیرین ترکیب یافته است. فصل عروض با شرحش اینجا ادامه یافته است. مصطلحات عروض. خب با تحقیق عنوانجو در بخش دیگری رساله فصل در کیفیت تقطیع، معناهای لغوی و اصطلاحی تقطیع بیان گردیده، اصول‌های تقطیع با تکیه به نمونه‌های مشخص توضیح داده می‌شوند. همچنین بخش دیگری این اثر بنای علمی عروض نام گرفته است و نورقشخور و شوکت ضمن بررسی مضمون محتوای آن دقیق است که مفهوم مذکور عنصرهای ترکیبی وزن عروضی که از جمله سبب و تد فاصله 10 رکن اساسی و ضیاف را فرا می‌گیرند. در جریان تحقیق عنوانجو مقرر شده است که سید مظفرعلی نخست معناهای لغوی و اصطلاحی مفهوم‌های علمی نظری مربوط به هر فصل شرح داد، سپس نقش و کاربرد آنها را در روند ادبی توجه با نقش و کاربرد آنها در روند ادبی توجه ظاهر کرد. از بررسی‌های قابل توجه عنوانجو مقرر می‌گردد که بخش دیگر این رساله فصل در بیان اقسام شجاعت‌العروض یعنی ارکان عروض نام دارد و در آن مؤلف مسئله پیدایش و تشکل ارکان عروضی را مورد تحلیل و بحث قرار داد. در ادامه بررسی‌ها دیدگاه‌های علمی نظری سید مظفرعلی درباره شعر و علم شعرشناسی برای ریشه تحقیق کشیده شدند. مؤلف دیسرتاسیون از نگاه اول مقرر نموده است که در کنار شرح و تفسیر مسائل مبرم مربوط به عروض و اصطلاحات خاص آن در این اثر ارزشمند افکار ادبی تنقیدی مؤلف آن نیز بیان گردیده است. به ویژه نظریات او درباره شعر شاعری، محسنات شعر، افکار بلاغی و امثال این شرح و توضیح یافتند. مهمترین بخشی این تحقیق در آن ظاهر می‌شود که محقق نخست دیدگاه‌های نظریه پردازان صاحب‌نام چون ارسطو، ابن سینا، فارابی، ابن رشد، نصیرالدین طوسی و دیگران را درباره مفهوم لغوی و اصطلاحی شرح بیان نموده. مقرر می‌شود که سید مظفرعلی از نظریات این بزرگان به تاثیر نمونده است. شرح تحلیلی قیاسی نظریات پیشینیان و دیدگاه‌های سید مظفرعلی به صورت عمیق و مستند در این قسمت رساله منظور شدند. در کنار این بینش و افکار مؤلفان تذکره‌ها از جمله لباب محمد عفیف بخارایی، دیدگاه‌های عبدالرحمن جامی، علی شیر نوایی و دیگران درباره شعر شاعری در قیاس با افکار مؤلف شجاعت‌العروض تحقیق شدند.
باب دوم رساله علم عروض در شجره‌العروض سید مظفرعلی و شیوه‌های آموزش آن عنوان داشته. مسائل محوری مورد آموزش در 3 فصل بررسی شدند. محقق مباحث خویشان نخست بر پایه تقسیمات هجایی و جایگاه آن در علم عروض آغاز می‌کند و تقسیمات درست واژگان ترکیب شعر و هجاهای دراز و کوتاه را عامل اصلی شناخت دقیق و تعلیم عروض به شمار می‌آورد. بر پایه اندیشه‌های مؤلف اثر تاکید می‌کند که این شیوه تقسیمات هجا مخصوص علم عروض بوده، از معیارهای زبانشناسی معرفت آن فرق می‌کند. بر این اساس او تاکید می‌دارد که تلفظ درست هجا در علم عروض برای تصحیح متن، معرفت درست ساختار آن، ظهور شکل بی‌غلط کلمه هم از دیدگاه ساختار و هم محتوا نقش محوری کسب می‌کند. بنا به تحقیق انجام یافته در این رساله اصول سه‌گانه آفرینش هجا و ایجاد ارکان عروضی که آن در اصطلاح سبب وتد و فاصله نمود شدند به صورت جداگانه تحقیق شده است. سیدان تاکید می‌کند که هرچند در تصنیف سبب وتد و فاصله تا زمانی مؤلف کتاب مورد تحقیق بررسی‌های انجام یافتند، ولی آنها به عنوان وسیله، اصول، شیوه یا واسطه سه‌گانه بار اول در این اثر بررسی شدند. همزمان در این بخش دیسرتاسیون محقق شیوه مطلوب آموزشی بحرهای 19 گانه را در اساس کتاب مورد تحقیق بررسی نموده به نتیجه میرسد که در شعر مردمان فارسی زبان 9 بحر نو ایجاد شده است. من یک نکته اینجا میخوام تاکید کنم که واقعا این بسیار یک نظریه بسیار خوب است، دریافت است، به سبب آنکه قبل از مظفرعلی هم در تذکره های سبک هندی بعضی نظریه ها بودن. مثلا سرخوش در مورد بدیل میگه که وای در مثال همون شعرهایی که مثلا از 8 رکن عبارتن، از 8 در 8 بند تقسیم میشن، میگه که بحر نو اشتراکات. برای همین مثال این در اینجا که همین نظریه هست. مثلا بسیار میخوام که در آینده این بیشتر تحقیق کنم. این یک موضوع بسیار مهم است که تا امروز کسی به اون توجه نکرده است. خب با نظر محقق با چنین خلاصه رسیدن سید مظفرعلی با اون تاکید می‌کند که در جریان تحول ادبیات فارسی تاجیک سخنوران زیادی بر ابداع و تجدد هنری در قالب‌های سنتی اقدام نمودند که شاید همین سبب شیوه مناسبت آنها یا همین شیوه مناسبت آنها به شیء سبب ظهور قالب و ظهور بحرهای نو گردیده باشد. بحث مذکور مؤلف دیسرتاسیون بیگمان یک موضوع تازه است که خود در علیحدگی یک تحقیق جداگانه را خواستار است، زیرا در برابر سید مظفرعلی چند تن از تذکره‌نویسان دیگر نیز چون اندیشه‌ها را بیان کردند. باوری کامل داریم که محقق جوان این بررسی مهم را که در شمار یکی از نوگانی‌های تحقیقاتش قرار می‌گیرد در آینده با شیوه تحقیق در شمار پژوهش‌های بعدی خویش قرار خواهد داد. باب سوم رساله مسئله‌های علم قافیه و مبانی نظری آن در اثر شجره‌العروض سید مظفرعلی عنوان داشته. در 3 فصل مسئله ها بررسی شدند. بسیار تلاش ورزیده است که اندیشه های سید مظفرعلی درباره قافیه در اساس رساله وی بیان نمودند. مسلم است که ادبیات فارسی تاجیک ترکیبی طبق قانونیت های معین طول هزار ساله ها مرحله های رشد خویش را طی کرده است. در این مراحل نقش کلیدی را برای انکشاف ادبیات 3 عنصر اصلی عروض، قافیه و بدیع بازیدند. و تاکید مؤلف دیسرتاسیون هرچند تا زمان تالیف رساله سید مظفرعلی در آثار زیاد ادبیات شناسی چون هدای خسیم، الموجم، اساس الاقتباس و امثال این بررسی ها درباره این عنصر ساختاری شعر رفته است، ولی رساله جداگانه یعنی فصل جداگانه رفضه القوافی که مؤلف که مورد نظر نیست، حکم یک سرچشمه نادری فراگیر مسائل مخصوص درباره قافیه می باشد. ضمن تحقیقات دیسرتان مقرر ساخته است که مؤلف این رساله را با برادرزاده خویش سید هادی علی همچون اثر تعلیمی مربوط به قافیه به قلم آورده است. برای معین کردن جایگاه خاص اثر در شناخت علم قافیه دیدگاه‌های علمی مؤلف را به آثار مؤلفان تو زمان تعریف نموده که فراگیر مسائل مربوط به این و قافیه و عناصر آن میباشند تحقیق خاصی نموده است. در برابر این مؤلف دیسرتاسیون مقرر کرده است که در این رساله قافیه بر 9 نوع تقسیم می شود که اینجا هم شرح مفصل است. بحث اختیارات شاعری در قافیه سازی و ظهور عیوب قافی در شعر از جمله مباحث می باشد که موجود در اساس نظریات سید مظفرعلی بیان رجوع کرده است که میخوام اینجا چند نکته مهم و قابل توجه را شرح و تفسیر نماییم. نکته اول این است که گاه مورد به خاطر توجه به هدفهای شاعری خویش سخنوران حرف روی یا حرف آخر کلمه مقفا را تغییر میدهند که این در نتیجه عیب در آن پیدا می شود. برای این مثال‌ها است، من این فروگذاری میکنم. تحقیق نمونجا مقرر کرده است که شعرا هرچند با تکیه به شکل‌های مروج در گویش‌های مختلف زبان فارسی این کار را انجام داده بود، در پندار خویش این را مقبول دانستند، ولی آن در اصل باعث سر زدن نقصان در شیوه قافیه سازی گردیده است که سید مظفرعلی آن را تغییر نادرست کلمه عنوان کرده است. بررسی های دیگری قابل اهمیت مؤلف رساله
تحقیق بحث مربوط به ذوالقافیتین در ترکیب شعر است و در زمینه آن نمونه‌های جالب او مقرر کرده است که سید مظفرعلی اشعاری را هم دریافته است که هم در آغاز و هم در انجام واژگان قافیه شده آمدند. نمونه از شعر مروردی بحث و این است: سرما بگذشت و این دلی زار همان، گرما بگذشت و این دلی زار همان، القصه هزار گرمی و سردی القصه هزار گرمی و سردی آن بر ما بگذشت و این دلی زار همان. همینطور با ذکر نمونه ها و با اساس نظریات سید مظفرعلی به عنوان میسر شده است که هم محسنات و تازه‌کاری های شاعر در قافیه سازی و هم زمینه های ظهور عیب و نقصان ها را بررسی نمودند که مجموع این مباحث از اهمیت مهم برخوردارند. در خلاصه رساله که از 8 بند ترکیب یافته است، نتیجه های اساسی به دست آمده از بررسی و تحقیقات کلی موضوع شرح و تفسیر شدند. دیسنتن در جریان تحقیقش به نتیجه رسیده است که رساله شجرة العروض سید مظفرعلی هرچند در عصر 19 نوشته شده است تاکنون به نشر نرسیده، ولی ضمن تحقیق مقایسه با اثرهای به آن موضوع بخشیده شده معلوم می‌گردد که آن بر پایه تحولات شعر فارسی به قلم آمده و شناخت مسئله ها در جریان تالیف آن تجدید نظر نموده است. به صورت کلی میتوان اظهار داشت که محقق جوان ناطق‌خوار شیرعلی شوکت‌زاده با انجام تحقیق در موضوع مسائل آموزش وزن و قافیه در ادبیات فارسی تاجیک در مثال اثر شجرة العروض سید مظفرعلی و تالیف یک رساله ارزشمند موفق شده است که از تازگی‌های زیاد علمی برخوردار بوده، بار اول در ادبیات شناسی تاجیک و ازبک به قلم آمده است. از این رو نتیجه های آن را میتوان در جریان تعلیم فن نظم شناسی در مکاتب عالی فیلولوژی استفاده نمود. همزمان به اندیشه ما خوب می‌بود که اگر دیسرتان در کنار انشای چنین یک رساله ارزشمند و نشر آن به صورت تحقیقات مونوگرافی متن رساله مذکور تصحیح و انتشار نمود تا از مطالب آن در کنار نتیجه‌گیری‌های تحقیق و متخصصان و دانشمندان ساحه در تحقیق و هم در تعلیم استفاده نمایند. برابر محسنات زیادی ذکر شده در رساله بعضی کمبودی‌ها نیز به چشم می‌رسند که به نظر ما اصلاح آنها جهت تکمیل ارزش و اهمیت رساله ضرور و مهمند. یکم، هرچند قسمت پیشینه تحقیق موضوع به صورت نسبتاً مکمل به قلم آمده است و مهمترین اصول در آن شرح توضیح یافتند، ولی به نظر ما چنین رسید که نه همه کارنامه‌های علمی محققان راجع به این موضوع در این بخش تفسیر و شرح و توضیح یافتند. از جمله و تحقیقات خدای شریف زاده، عبدالنبی ستارزاده، عبدالحمید شایب ساربان عزیزов در این بخش رساله اشاره نشده است. در باب اول رساله از تحقیقات سبحان دورانov، اصلاح الدین نرزق خیام میرزویف استفاده کرده است، ولی در بخش درجه امتحانی موضوع و پژوهشات مذکور اشاره نرفته است. دوم، در ذکر اشعار مؤلف به غلط‌ها راه داده است. مثلا در صحیفه 32 با استناد به کتاب رسول هادی زاده پاره شعری ذکر شده است و از جمله یک بیت چنین آمده است: چشم از ایهام کند چشمک زنان، چشم از ایهام کند چشمک زن، فتنه در انجمن وهیم فکن. در مثال دوم با سبب به جای وهم افکن آمدن وهیم افکن بیت وزن بیت خلل یافته است. همچنین سرچشمه‌های اصلی بیت نشان داده نشده است و با کتاب تحقیق استناد گردیده است. سوم، در فهرست ادبیات استفاده شده نیز ناهمگونی به چشم می‌رسد. مثلا نام صیفی بخاری با دو شکل صیفی بخاری آمده است، صیفی 158. در شماره 61 فهرست ادبیات استفاده شده در ضمن ذکر دیوان کمال خوجندی واژه دیوان با ناخنک ذکر شده است که به نظر ما ضرورت ندارد. پنجم، در متن رساله نیز بعضی غلط‌های املایی و تکنیکی به مشاهده رسید که اصلاح آنها ارزش و اهمیت رساله را افزون می‌گرداند. با طور کلی میتوان گفت که این کمبودی و نارسی‌ها ذکر شده به هیچ وجه ارزش علمی رساله را کاهش نمیدن و از مطالعه متن رساله نورقطخور و شیرعلی شوکت‌زاده در موضوع مسائل آموزش وزن و قافیه در ادبیات فارسی در مثال اثر شجرة العروض سید مظفرعلی میتوان به خلاصه رسید که آن کار علمی ارزشمندی به انجام رسیده بوده. با تمام طلبات کمیسیون عالی اتحادیه جمهوری ازبکستان جوابگو و مؤلف آن سزاوار دریافت درجه علمی دکتر فلسفه PhD از روی اختصاص 10/01/05 زبان و ادبیات خلق‌های آسیا و آفریقا میباشد. افتر ریفرت و مقاله های نشناخته مؤلف رساله مندرجه و محتوای زیر تصویر با پرگی تجسم می‌نمایند. از توجهتان سپاسگزارم. Rahmat kalon Nuralaga, marhamat. Apanin taqriziga javob berish uchun so'z dissertant Sherali Shavkatzodaga, marhamat. ilmiy kengash raisi va ilmiy kengash a'zolaridan iltimos qilib so'radim, agar imkoni bo'lsa ustozga tojik tilida fikrini bayon etsam. پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov
نوروف نورعلی نورویچ برای تحقیقات ما از نزدیک شناس شده، آن را از جهت علمی تحلیل نموده، ملاحظه های ارزشمند بیان کردنشان به استاد منتداری خود را بیان می نماییم. مناسبت ما با ملاحظه های پیشنهاد شده مخرج رسمی چنین است: یکم، در بخش درجه آموخته شوی موضوع دیسرتاسیا پیش از همه به انعکاس تحقیقات های افضلیت داده شده است که به واسطه به موضوع تحقیقات علاقمند بوده در تشکل اساس های علمی نظری آن نقش مهم دارند. از این رو کارهای بعضی عالمان از جمله خدای شریف زاده، عبدالنبی ستارزاده، عبدالحمید شایع و ساربان عزیزوف که در این سمت انجام داده شدند به طور علاهده توصیف کرده نشدند. و ملاحظه دوم، در حقیقت در صحیفه های 32-33 در پارچه های شعری که با تکیه به تحقیقات رسول هادیزاده آورده شده است، شکل وهم افکن در مصرع دوم از جهت وزن بیت و دقیق سازی نیاز دارد. این حالت خطای تکنیکی است که هنگام آماده نمودن متن به وجود آمده است. همچنین ملاحظه در باره آن که به جای منبع اصلی بیت و اثر تحقیقاتی استناد داده شده است اساسناک دانسته می شود. در تحقیقات این پارچه شعری توسط اثر رسول هادیزاده استفاده گردیده بود، بنابراین به همین منبع مراجعت کرده شده است. سیوم، در منبع‌های علمی و ادبی هر دو شکل این نام سیفی بخارایی و سیفی بخارایی در بعض موردها سیفی بخاری آورده شده است. از این رو ما نیز از هر دو واریانت استفاده نمودیم. در تحقیقات‌های منبعی خود کوشش خواهیم کرد که در چنین حالت‌ها یگانگی و یکخیلگی را تامین نماییم. چهارم، این ایراد پیشنهاد شده از جانب تقریزگر همچون توصیه اساسناک قبول می گردد که برای بهتر نمودن صفت تهیه رسمی کار خدمت می کند. در آینده هنگام آوردن منبع ها بر رعایت آن باز هم قطعی علامت های کتابتی و معیارهای بیبلیوگرافی دقت بیشتر داده می شود. پنجم، دیده به پیشنهاد فکر و ملاحظه های مثبت اعتراف شده وابسته به دیسرتاسیا چنین توصیه های پیشنهاد شده را مناسب و ارزشمند می شماریم. در آینده هنگام آماده نمودن مونوگرافیا از آن خوشحال خواهیم بود که توصیه های ارزشمند شما برای غنی گرداندن کار ما از جهت علمی خدمت خواهند کرد. با کمال احترام به استاد نوروف نورعلی نورویچ که وقتی پرقیمت خود را دریغ نداشته تحقیقات ما را با دقت آموخته پیشنهاد و اندیشه های ارزشمند خود را بیان نمودند سپاسگزاری می نماییم. رحمت استاد. O'tiring. Endigi so'z dissertatsiya bo'yicha rasmiy opponent filologiya fanlari doktori professor Dilnavoz Yusupova. Marhamat. Assalomu alaykum muhtaram rais, hurmatli ustozlar. Men vaqtdan unumli foydalanish uchun taqrizning asosiy qismini o'qib berishga harakat qilaman. Dunyo adabiyotshunosligi taraqqiyotining hozirgi bosqichida nazm va uning nazariy mezonlarini tadqiq etish, she'riyatning ichki qonuniyatlarini tahlil va tahrir qilish masalasi fundamental ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Zero har qanday milliy adabiyotning poydevori hisoblangan she'riy qoliplar, vazn va qofiya kabi poetik unsurlar nafaqat badiiy asarni to'g'ri anglash, balki xalqning tafakkur tarzi hamda estetik idealini ochib berishda ham asosiy kalit bo'lib xizmat qiladi. Badiiy adabiyot san'atning oliy ko'rinishi sifatida har bir tarixiy davrda o'zining ijtimoiy madaniy maqomiga ega bo'lib kelgan. Taqdim etilgan ushbu dissertatsiya ishi ham millatning badiiy ko'zgusi sanalgan mumtoz poetika ilmini, xususan Said Muzaffariyning Shajaratul Aruz risolasini monografik planda tadqiq etishga qaratilganligi bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi. Adabiy jarayonlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 18-19 asrlar fors, tojik va hind adabiyoti o'rtasidagi sintez natijasida
dunyoga kelgan ilmiy adabiy manbalar jahon adabiyotshunosligi xazinasi uchun bebahodir. Ushbu davrda Hindistonning Dehli, G'azna va Laknaf kabi yirik madaniy markazlarida farsi-zabon she'riyatining gurkirab rivojlanishi nafaqat badiiy ijodda, balki poetika nazariyasining takomillashuvida ham muhim burilish yasadi. Sirtant o'z ishida ushbu tarixiy jarayonni to'g'ri baholab, 19-asrda yuz bergan siyosiy o'zgarishlar, Nodirshoh Afshor va Ahmadshoh Durroniylarning harbiy harakatlari natijasida ijodkorlarning Laknafga ko'chishi va u yerdagi yangi adabiy muhitning shakllanishi masalasini ilmiy asosda tahlil qilgan. Dissertatsiya ishining ahamiyati shundaki, nazmning nasrga nisbatan barqarorligi, uning badiiy estetik kuch hamda Qur'oni Karim oyatlaridagi aruz vazni bilan bog'liq nozik ilohiy badiiy farqlar tadqiqot ishida ilmiy dalillar bilan ochib berilgan. Said Muzaffaralining she'riy janrlar, aruz bahrlarining doiralar bo'yicha hosil bo'lishi va qofiya nuqsonlari borasidagi qarashlarini o'rganish orqali muallif mumtoz she'rshunoslikning murakkab tizimini sodda va tushunarli tilda umumlashtirgan. Dissertatsiyaning muhim ilmiy yutuqlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin. Birinchidan, tadqiqotda Said Muzaffaralining Shajaratul Aruz asari ilk bor mustaqil monografik tadqiqot obyekti sifatida ilmiy muomalaga kiritilgan. Muallifning fors-tojik aruzshunosligi, qofiyashunosligi va matnshunosligidagi o'rni aniq belgilab berilgan. Ikkinchidan, Shajaratul Aruz risolasi ilmi badiiy, ilmi aruz va ilmi qofiya tizimi doirasida qiyosiy tahliliy jihatdan o'rganilib, undagi nazariy qarashlarning fors-tojik poetik tafakkuri taraqqiyotidagi ahamiyati ilmiy asoslab berilgan. Uchinchidan, dissertatsiyada risolada bayon qilingan aruz tizimi, xususan sabab, vatad va fosila juzuvlari asosida rukunlar hamda bahrlarning shakllanish tamoyillari izchil tahlil qilingan va ularning ichki imkoniyatlari ochib berilgan. To'rtinchidan, tadqiqot natijasida Said Muzaffaralining qofiya nazariyasiga oid qarashlari tizimlashtirilgan, radifi tarkib, tasarrufi tarkib, tahrifi kalima, izofa muvozana kabi hodisalarning poetik funksiyalari hamda ularning she'riy matn tuzilishidagi o'rni aniqlashtirilgan va beshinchidan, dissertatsiyada 19-asr Hindiston farsi zabon adabiy muhiti bilan bog'liq poetik meros manbalari ilmiy jihatdan o'rganilib, tadqiqot natijalari aruzshunoslik va qofiyashunoslik yo'nalishlarining nazariy asoslarini boyituvchi muhim ilmiy xulosani shakllantirgan. Dastlabki bob Said Muzaffaralining Shajaratul Aruz asari poetik ilmiga oid muhim manba sifatida deb nomlanadi va bu bobda Said Muzaffaralining ilmiy dunyoqarashi va uning she'r haqidagi fundamental nazariy qarashlari yoritiladi. Tadqiqotchi Shajaratul Aruz asarining manbalarini sinchiklab o'rganar ekan, risolada nazmning nasrdan ustunligi haqidagi tarixiy va ilmiy tahlillarni mahorat bilan umumlashtiradi. Bu o'rinda dissertant Muzaffaralining so'z mavzunligi va badiiy kuchi borasidagi fikrlarga tayanib, she'rning mohiyatini so'zlar orasidagi maxsus bog'lanishlar, ritmik izchillik va uyg'unlik orqali izohlaydi. Dissertatsiyada alohida urg'u berilgan jihatlardan biri Qur'oni Karim oyatlarining aruz vazniga mos kelishi, biroq ularning she'r deb atalmasligi masalasidir. Tadqiqotchi olimning ushbu nozik masaladagi qarashlarini keltirar ekan, muborak oyatlarning til xususiyatlari, ilohiy maqsadi va maxsus uslubi ularni inson tomonidan yaratilgan har qanday mavzun kalomdan, hatto u aruz vaznida bo'lsa ham, tubdan farqlanishini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Bu tahlillar orqali muallifning nafaqat adabiyotshunos, balki teran falsafiy mushohadaga ega bo'lgan mutafakkir sifatidagi qiyofasini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu bobda she'riy janrlarning klassik talqini va ularning hozirgi zamon lirik janrlari bilan bog'liqligi masalasi ham atroflicha yoritilgan va har bir janrning shakliy va mazmuniy xususiyatlari aniq misollar yordamida ko'rsatib berilgan. Ikkinchi bobda esa aruz tizimining eng murakkab va bahsli masalalarni o'rganishga bag'ishlangan qism asosiy o'rin tutadi va tadqiqotchi Shajaratul Aruz risolasi asosida aruz tizimining asosi bo'lgan sabab, vatad va fosila tushunchalarini uchlik usulini, ya'ni amaliy misollar bilan tahlil qiladi. Muallif aruz terminlarining lug'aviy va istilohiy ma'nolari orasidagi nozik aloqalarni ochib berar ekan, har bir atamaning she'riyatdagi funksional vazifasini aniqlaydi. Ayniqsa, aruz doiralari va bahrlarining hosili bo'lish usullari borasidagi tahlillar o'zining aniqligi bilan ajralib turadi. Muallif Muzaffaralining bu boradagi qarashlarini Nasiruddin Tusi, Shams Qays Rozi, Alisher Navoiy, Sayfiy Buxoriy va Bobur kabi buyuk siymolarning nazariy xulosalar bilan qiyoslagani tahsinga loyiq. Said Muzaffaralining Shajaratul Aruz asarida qofiya ilmi va uning nazariy asoslari deb nomlangan 3-bobda
qofiya ilmining nazariy asoslari va uning she'r qurilishidagi o'rni tadqiq etilgan. Tadqiqotchi qofiyaning an'anaviy tushunchalarini kengaytirib, uning nafaqat misra oxirida, balki misra boshida kelish holatlarini ham she'riy misollar bilan isbotlagani ilmiy yangilik sifatida baholanishi mumkin. Qofiya harflari, xususan raviy harfining markaziy mavqei va uning boshqa qofiya unsurlari bilan bog'liqligi masalasi juda aniq metodologik asosda ko'rib chiqilgan. Muallif qofiya nuqsonlari va ularning kelib chiqish sabablarini klassik nazariyatchilarning fikrlari bilan taqqoslab o'rganar ekan, Muzaffar Alining qofiya ayblari borasidagi qarashlari Shams Qaysiroziy tizimiga yaqin ekanligini, biroq o'ziga xos yangi kuzatishlar bilan boyitilganligini ko'rsatadi. Tadqiqotchi qofiya harakatlari va harflarning 5 xil usulda aniqlanishini chuqur tahlil qilgan va fors-tojik she'riyatidagi qofiya tizimining barcha nozik qirlarini yoritishga muvaffaq bo'lgan. Tadqiqotchining xulosalariga ko'ra, Said Muzaffar Alining Shajaratul Arus risolasi fors-tojik, arab va turkiy poetika ilmi kesimida o'rganilishi lozim bo'lgan o'ta muhim manbadir. Tadqiqot davomida nazmning barqarorligi, she'riy janrlarning evolyutsiyasi va arus tizimidagi o'ziga xosliklar to'laqonli isbotini topgan. Har bir ilmiy natija bevosita qo'lyozma manbalarga tayangan va mumtoz nazariyotchilar merosi bilan uyg'unlikda keltirilgani ishning fundamental xarakterini belgilaydi. Biz ishning seminar bosqichida rasmiy taqrirchi sifatida ayrim mulohazali o'rinlarni bayon etgan edik. Sirtat asosan ularni tuzatibdi. Xususan biz tomonimizda seminarda sirtatsiyaning janrlar tavsifiga bag'ishlangan qismida Muzaffar Alining janrlarga yondashuvi boshqa olimlarnikidan qanday farq qilishi va bu yondashuvning mumtoz poetika ilmi uchun ahamiyat yoritib berilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi degan mulohazamiz inobatga olingan va sirtan bu faslni qo'shimcha ma'lumotlar bilan to'ldirgan. Shuningdek, biz Said Muzaffar Ali tomonidan keltirilgan misollarning turkiy she'riyatdagi analoglari bilan qiyosiy tahliliga kengroq o'rin ajratilsa, ishning ilmiy qimmati yanada oshgan bo'lardi degan tavsiyani bergan edik. Ishda bu jihat ham e'tiborga olinibdi. Sirtatsiyani yanada mukammal ko'rish istagida ayrim mulohazalarimizni aytib o'tmoqchimiz. Birinchidan, sirtatsiyada ayrim ilmiy xulosalar yetarli darajada asoslanmagan. Masalan, tadqiqotda fors-tojik tilining agglutinativ xususiyatiga tayanishi haqidagi fikr ilgari suriladi. Umumiy tilshunoslik nazariyasiga ko'ra, fors-tojik tili fleksiv analitik tillar qatorida baholanadi. Tadqiqotchi o'zi ilgari surayotgan bu xulosani maxsus lingvistik dalillar bilan mustahkamlashi lozim edi. Ikkinchidan, tadqiqotda ayrim bahrlar nomi va tasnifi keltirilgan bo'lsa-da, ular she'riy misollar bilan dalillanmagan. Muallifning o'zi ham yangi bahrlarga oid misollar risolada berilmaganini qayd etadi. Natijada mazkur tasniflarning amaliy qo'llanilishi to'liq ochib berilmagandek tasavvur uyg'onadi. Uchinchidan, dissertatsiyaning ilova qismida Said Muzaffar Ali risolasida keltirilgan arus terminlarining zamonaviy o'zbek adabiyotshunosligi terminologiyasi bilan muvofiqlashtirilgan bir kichik lug'ati berilsa, ishning ilmiy qimmati yanada oshgan bo'lar edi. To'rtinchidan, tadqiqotning ayrim o'rinlarida uslub bilan bog'liq g'alizliklar mavjud. Bu ayniqsa bob va fasllar sarlavhalarida ko'zga tashlanadi. Masalan, birinchi bobning 3-fasli Shajaratul Arusda she'riy janrlar tavsifi talqini deb sarlavhalangan. Ushbu o'rinlarni uslubiy jihatdan tahlil qilishga ehtiyoji bor. Ta'kidlash joizki, ushbu mulohazalar ishning umumiy ilmiy qimmatiga ta'sir ko'rsatmaydi. Uni mustaqil bajarilgan va tugallangan ish sifatida ijobiy baholash mumkin. Dissertatsiya avtoreferati va nashr etilgan ishlar tadqiqot mavzusini qamrab olgan. Xulosa qilib aytganda, Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning fors-tojik she'riyatida vazn va qofiyaning o'rganilish muammolari, Said Muzaffar Alining Shajaratul Arus asari misolida mavzusidagi 10.0005 Osiyo Afrika xalqlari tili va adabiyoti, tojik tili va tojik adabiyoti ixtisosligida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan shu yo'nalishdagi tadqiqotlarga qo'yilgan talablarga to'la javob beradi. Sirtan Norqo'chqorov Sherali Shavkatzoda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, Dilnomoz opa. Batafsil taqrir uchun, tahlil uchun marhamat. Rasmiy opponent taqriziga javob berish uchun so'z Shertantga. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti professori Yusupova Dilnomoz Rahmonovaning bizning dissertatsiyamiz bilan yaqindan tanishib, ilmiy tahlil qilgan holda bildirgan qimmatli mulohazalari uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rasmiy taqrizchini bildirgan mulohazalariga bizning munosabatimiz quyidagicha. Birinchisi, haqiqatdan ham umumiy tilshunoslik tasnifida
Fors tojik tili asosan selektiv analitik tillar qatoriga e'tirof etiladi. Dissertatsiyada esa fors tojik tilining aglunitativ xususiyatga aylanishi haqidagi fikr ushbu tilning umumiy tipologik mansubligini emas, balki ayrim grammatik hodisalarda kuzatiladigan aglutinativ elementlar va ularning funksional namoyon bo'lishini nazarda tutgan holda ilgari surilgan. Ikkinchisi, darhaqiqat dissertatsiyada ayrim bahrlarning nomlanishi va tasnifiy xususiyatlari yoritilgan bo'lsa-da, ularning barchasi she'riy misollar bilan keng dalillanmagan. Buning asosiy sababi shundaki, Shajaratul Aruz muallifi va boshqa aruzshunos olimlar mazkur bahrlarni tilga olganlar, ammo she'riy misollar keltirmagan. Biz ham tadqiqotimiz davomida mazkur bahrlardagi she'riy misolni uchratmadik. Uchinchisi, dissertatsiyaning asosiy maqsadi risolaning matniy manbashunoslik va ilmiy nazariy tahliliga qaratilganligi sababli terminologik lug'at tuzish alohida vazifa sifatida ko'zda tutilmagan edi. Shu bilan birga tadqiqot davomida uchraydigan asosiy aruz istilohlarining mazmuni va ularning zamonaviy ilmiy adabiyotlarda qo'llanadigan muqobillari matn ichida, ya'ni dissertatsiyada izohlanishga harakat qilganmiz. To'rtinchisi, dissertatsiya yuzasidan e'tirof etilgan ijobiy fikr mulohazalar hamda taklif etilayotgan tavsiyalarni o'rinli deb bilamiz. Kelgusida monografiya tayyorlashda sizning qimmatli tavsiyalaringiz ishlarimizning ilmiy jihatdan boyitishda xizmat qilishidan mamnunmiz. Qimmatli vaqtlarni ayamasdan tadqiqotimizni sinchiklab o'rganib chiqib, o'zlarining o'rinli taklif va mulohazalarini bayon qilgan ustozimiz Yusupova Dilnavoz Rahmonovaga samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat ustoz. Xo'p, rahmat, o'tiring. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, demak rasmiy opponentlarning chiqishlari tugadi. Himoya qilinayotgan dissertatsiya yuzasidan kimda yana qanday fikr mulohazalar bor? Marhamat. Shokir To'g'ralov, professor Shokir To'g'ralov, marhamat, ustoz. Mikrofona Tashakkur Ziyod. Ovozim beravat. Assalomu alaykum. Muhtaram rais, a'zoyoni Shuroi Difoi Donishgohi davlati nomdori Samarqand va hozirini giromi. Tabrik menamoyimki texnik nosozlik bo'lyapti shekilli, bu yerda muhokamayi kor kengash a'zolari bo'lsa marhamat yana. Bisyor xo'p manzur shuda است va Qobilov, professor Usmon Qobilov, marhamat. mavzui risola va masala Shuni gaplar bizga eshitilyapti. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli kengash a'zolari, muhtaram rais. Bugun ovoz beraveradi. muhokama etilayotgan dissertatsiya chindan adabiyotshunoslik uchun va eng muhimi o'zbek adabiyotshunoslik uchun ham bir qimmatli tadqiqot hisoblanadi. Va ayni yo'nalishda har doim ham amalga oshira berilmaydigan tadqiqotlardan hisoblanadi. Shuning uchun dolzarb masalaga bag'ishlangan. Dissertatsiyada qo'yilgan masala uzoq asrlik Farsiy adabiyot uchun nihoyatda muhim bir soha hisoblanadi va tadqiqotchi ushbu yo'nalishda jiddiy kuzatishlar olib borgan, tadqiqot yuzasidan jiddiy xulosalarga kelgan, o'zbek adabiyotshunosligini, umuman sharq adabiyotshunosligini boyitadigan fikrlarni mana endi shu o'rinda masalan shunday o'rinlarda baribir shu masalalarni ham o'ylab ko'rish kerak. Agar mana shu shakldagi aruzga bag'ishlangan yoki boshqa umumiy sharq mumtoz adabiyoti uchun umumiy bo'lgan sohalarda shifrlari ham imkon darajasida masalan o'zbek va tojik adabiyotshunosligi uchun birday tatbiq etilsa ham bo'laveradi. Chunki o'zbek adabiyotshunosligidagi o'zbek aruzshunosligidagi
taraqqiyot ham shuni ko'rsatadi. O'zbek aruzshunosligida ham masalan nazariy masalalar turkiy tilda yoki arabiy islohlar bilan qo'llanilgan bilan ko'pincha farsiy matnlardan foydalaniladi. Farsiy, tojik mumtoz adabiyoti namunalaridan foydalanib beriladi. Shuning uchun ikkita yo'nalish har qanday bir-biridan qanday tushunilishdan qat'iy nazar bir yagona bir ilmni, fanni vujudga keltiradi. Va ikkinchi bitta jihati bu umuman adabiyotshunosligimizda, jahon adabiyotshunosligida ham bu yengil masala bo'lmagan. Anchagina og'ir, anchagina mehnat qiladigan, anchagina qobiliyat, alohida iqtidor talab qiladigan yo'nalish hisoblanadi. Men shuning uchun shuni hisobga olgan holda ushbu dissertatsiyani bugungi adabiyotshunoslik uchun, tojik adabiyotshunosligi uchun bir yangilik sifatida, yangi bir tadqiqot sifatida vujudga kelganligini qayd etmoqchiman. Shu bilan birga dissertatsiyada biz muhokamaga chiqqan vaqtimizda bittagina dissertatsiya haqida emas, umuman dissertatsion ishlar oldiga qo'yiladigan talablar haqida ham eslatib ketishimiz kerak bo'ladida. Mana masalan tadqiqotda odatda biz rus tiliga tarjima qilamiz, ingliz tiliga tarjima qilamiz. O'sha yerda ayrim bir kamchiliklar ko'zga tashlanib qoladi. Shu vaqtida o'zbek tilida qanday ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana masalan dissertatsiyani o'zbek tilida juda bir savodli amalga oshirilgan. Rus tilidagisi ham, ingliz tilidagisi ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Qayta-qayta nazoratdan o'tkazish kerak bo'ladi. Ayrim jumlalarda masalan men hozir belgilab ham qo'ygandim. Rus tiliga tarjima qilingan o'rinlarda biroz bahslar holatlar ham ko'zga tashlandi. Bunga ehtiyot bo'lish kerak. Va yana bitta masala tadqiqot yuzasidan chop etilgan maqolalarda ham biz ko'pincha ilmiy maqola bilan tezis masalasi, boshqalarni juda aralashib ketdi shu soha bizdada hozir. Ilmiy maqolaning o'zini talabi bor, tezisning o'zini talabi bor. O'sha masalalarda e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Mana ushbu dissertatsiyada men dastlabki muhokamalarda, seminar muhokamalarida ishtirok etganman, dissertatsiyani avtoreferatni ham o'qiganman, tavsiyalar ham berganman. Juda bir ravon, ilmiy, akademik uslubda yozilgan, barcha oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradigan tadqiqot ekanligini biz e'tirof etgan edik va bugun ham e'tirof etaman. Hurmatli ilmiy kengash a'zolaridan sizlarga ham shu dissertatsiyani qo'llashlaringizni so'rab qo'ygan bo'lar edim. Rahmat, salomat bo'ling. Marhamat, Tug'ral Shokirov. Tashakkur ziyod. Assalomu alaykum, muhtaram rais. Assalomu alaykum. Muhtaram a'zoyon giromi shuroi difoi دانشگاه دولتی نامدار سمرقند و حاضرین گرامی، بسیار خوب است که امروز برای محاکمه یک کار خوب سرجم آمدیم و رساله به مسئله عروض و قافیه آید بوده است و همه میدانیم که این مسئله عروض، وزن، قافیه یک از مبرمترین، مرکبترین، دشوارترین مسئله های ادبیات شرق و از جمله ادبیات تاجیک، فارس و تاجیک، ادبیات ازبک محسوب می‌یابد و من می‌خواهم با استفاده از فرصت پیش از همه عنوانجو و راهبر آن کس را تبریک گویم که به چنین یک مسئله خیلی مشکل دست زده و موفقانه آن را به انجام رسانیدند و تا آن جایی که من آگاهم وابسته به خصوصیت‌های فنتیکی در ادبیات ممتاز ازبک و تاجیک اندکی فرق به نظر می‌رسد و عنوانجو در روند کارشان، در روند تحقیقاتشان به همین نزاکت هم اهمیت دادند که این خیلی خوب است. من با افترفرت شناس شدم و دستگاه علمی و تحقیق خوب است. مؤلف مسئله های ضروری را به درجه خوب حل کرده است، اندیشه های خودش را درست بیان کرده است. فقط در دو مورد به نظرم رسید که برابر آوردن نظر دیگر موافقان اندیشه خودشان را هم بیان کنند باز هم بهتر میشود.
اما عموما رساله مورد نظر جوابگوی طلبات وکی ازبکستان است و من از اعضای گرامی شورای دفاع دانشگاه سمرقند خواهش میکردم که برای دستگیری عنوانجوی امروزه آواز دهم. تشکر به دقتتان. Marhamat, yana so'zga chiquvchilar bormi? Ruxsat bersangiz, hurmatli rais. Nishon qilib, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, muhtaram ilmiy kengash a'zolari, muhtaram mehmonlar. Avvalambor ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Sherali Norqo'shqorovning Said Muzaffariy Said Muzaffar Ali ovoz yaxshi bo'lmayaptimi? Said Muzaffar eshitilyaptimi? Boya eshitib turuvdik. Said Muzaffar Alining Shajaratul Aruz eshitilyaptimi ovozim? Ha, eshitilyapti. Shajaratul Aruz nomli eshitilmayapti bizga. Shundaqmi? Ovoz eshitilmayotgan bo'lsa, mikrofon ochilgan lekin. Mikrofon ochilganida Telefonga ulanib, telefonga. Telefonga Ovozingiz kelmayapti-da bizga. Bo'lmasa telefonga ulanimi? Muhtaram ilmiy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar, avvalambor ta'kidlab o'tishimiz kerakki, Sherali Norqo'shqorovning Said Muzaffar Ali Shajaratul Aruz nomli risolasi asosida bir PhD dissertatsiyasini tayyorlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Nega deganda bu risolani o'zi 19-asrda vujudga kelgan. Bu davrga qadar Aruz haqida Halil ibn Ahmaddan boshlab keyin fors tojik adabiyotdan Rashiddin Vatvar, Nosiruddin Tusi, Shams Qays Rozi, Alisher Navoiy, Atolloh Husayni, Zahriddin Muhammad Bobur, Hasan Xo'ja Nisoriy, Hayfi Buxoriy kabi demak Sharq mumtoz adabiyotining bilimdonlari o'zlarining asarlarini yozganlar va ta'kidlab o'tishimiz kerak, 19-asrga kelganda Sheralijon to'g'ri e'tirof etgandek, bu asar ta'limga ahamiyat kasb etgan. Chunki Aruzni o'rgatishga qaratilganligi bilan ahamiyat kasb etgan. Buni Sertar nihoyatda to'g'ri idrok eta olgan. Va shu nuqtai nazardan masalaga yondashilgan holatda qiyosiy tarixiy aspektda asarni o'rganishga harakat qilgan va ko'proq mana o'zi qayd etgandek Shams Qays Roziyning asarlariga ko'proq o'xshab ketishi, ayrim o'rinlarda Nosiruddin Tusi bilan muloqotga kiritilganligini ham asoslab berishga harakat qilgan. Shu nuqtai nazardan masalaga yondashadigan bo'lsak, Sherali Norqo'shqorovning ushbu ishidan muhim faktik ma'lumotlar yuzaga keladi. Chunonchi u mana masalan deylik sabab va tafsilotlar bilan bog'liq bo'lgan jihatlarda yakrang qarashlar mavjud ekanligini e'tirof etadi. Doiralar bilan bog'liq bo'lgan jihatlarda ayni masala kuzatilishi mumkin. Demak, o'sha Said Muzaffar Alining Shajaratul Aruz asarida 6 ta doira mavjud ekanligi bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa Shayx Ahmad Tarozining Fununul balog'ada e'tirof etilgan janrlardan masalan mutatavvaldan tashqari janrlar deyarli demak mana shu Said Muzaffar Alining Shajaratul Aruz asarida ifoda etilganligini ham ko'rsatib o'tadi. Bularning barchasi dissertantning Aruz ilmi bilan bog'liq yoki sharq poetikasi bilan bog'liq yaxshigina ilmga ekanligini ko'rsatib o'tadi. Albatta, bundan tashqari endi dissertantning keyingi oldida qo'yilgan masalalar bo'yicha ayrim mulohazalarni aytib o'tishni istardim. Chunki bu yerda aytilayotgan manbalar bilan bog'liq masalalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Said Muzaffar Ali bu manbalarni hammasi bilan ham tanish bo'lmagan bo'lishi mumkin. Chunonchi Shayx Ahmad Taroziyning Fununul balog'a asari keyingi davrlarda ilmligiga ma'lum bo'ldi. Bu degani 19-asrda Shayx Ahmad Taroziyning mashhur asari hammaga ma'lum bo'lgan edi degan qarashni ilgari surishimizga asos bo'lolmaydi. Shu nuqtai nazardan shunda tanish bo'lgan bo'lmasligi bilan bog'liq muayyan bir ishoralar bizda ham aytib o'tishga to'g'ri keladi. Chunki bu yerda nazariy masalalar yakrang bo'lganligi uchun ham qarashlardagi umumiylik mavjud bo'ladi.
masalan deylik mutatabbar bilan bog'liq bo'lgan jihatlarda u 8 arkonli she'r bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni yangi bir janr sifatida taqdim etadi. Ulardan tashqari masalan Mizonul Avzonda Alisher Navoiy Arusdagi doiralarni 7 ta deb e'tirof etilgan. Demak bu Said Muzaffar Aliyda Shajaratul Arusda esa bular 6 ta holatda turibdi. Menimcha keyingi ishlarda bularga ham alohida e'tibor qaratsa yaxshi bir ish chiqishiga amin bo'lamiz. Hozirgi holatda ham ushbu dissertatsiya filologiya fanlariga falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yetarli asosligi mana demak kengash rahbarini birgalikda ovoz berib tasdiqlashga chaqirib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Dissertatsiya yuzasidan fikr mulohaza bildirmoqchi bo'lgan ilmiy kengash a'zolari yana bormi? Agar professor Sirojiddin Xo'jaqulov, marhamat. Aslida bu yerga chiqish qilmasak ham bo'lardi, lekin meni bitta masala bu yerga chiqishga undadi. Mazkur dissertatsiyaning himoya qilinishi va qilinayotganligi aslida 80-yillarning oxiri va 90-yillarning boshida qo'yilgan tamal toshdan boshlanadi va mana shu darajaga yetib kelyapti. Demak, hozir Sherali himoya qilayotgan dissertatsiya ishi bu ustoz Rahimqulov qo'ygan tamal toshining kenja avlodlaridan biridir. Bu tamal tosh mana shu bir nechta PhD va Doctor of Science dissertatsiyalarining himoya qilinishiga sabab bo'ldi. Hozirgi tanlangan mavzuning o'zi murakkabligi bilan ajralib turadi. Aruz haqida xususan 19-asrning oxiri da yaratilgan Aruz bobidagi risola va bu risolaning Hindistonda yaratilishi va mazkur manbani topib ilmiy muomalaga kiritishning o'zi tadqiqotchidan qanchadan qancha mashaqqat talab etishini tasavvur qilib ko'rish kerak. Va Sherali o'zi aslida talabalik yillarida boshqa kursdoshlaridan ajralib turardi. Va mana shu xususiyati bugungi kunga kelib albatta Buxoro davlat universitetida ham, Samarqand davlat universitetida ilmiy jamoatchiligida ham matanshunoslik bilan ham anchagina shug'ullanganligini va bu borada malaka to'play olganligini dalolat beradi. Demak, men dissertatsiyada yuqorida savol berganimda ham ta'kidlab o'tdim. Ko'plab masalalar qiyosiy tahlil qilinadi. Bu masalalar ilmiy ishning qiymatini 2 darajada oshirib beradi desak xato qilmagan bo'lamiz. Shu nuqtai nazardan mazkur dissertatsiyani men qo'llab-quvvatlagan holda boshqa ilmiy kengash a'zolaridan ham qo'llashlarini iltimos qilib qolaman va albatta dissertant mana shu ilmiy darajaga mos ravishda filologiya fanlari bo'yicha PhD ilmiy darajasini olishga haqli deb o'ylayman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Agar boshqa so'zga chiquvchilar bo'lmasa, kengash a'zolari tomonidan bildirilgan fikr va mulohazalarga javob berish uchun so'z dissertantga. Marhamat. Oxirida banketda. Avvalambor hamma ustozlarga, ustozimiz filologiya fanlari doktori Usmon Qobilovga, filologiya fanlari doktori Tug'ral Shokirovga, ustozimiz filologiya fanlari doktori Husniddin Eshonqulovga, filologiya fanlari doktori Sirojiddin Xo'jaqulov Xolmatovichga bildirgan fikr va munosabatlariga tashakkur aytamiz. Albatta ustozlar aytgan fikr mulohazalarni keyingi tadqiqot ishlarimizda inobatga olamiz. Rahmat. Xo'p, marhamat, o'tiring. Ana dissertatsiya bo'yicha rasmiy opponentlar va kengash a'zolarining chiqishlarini tingladik. Endi yashirin ovoz berish uchun hisob komissiyasi tarkibini saylashimiz kerak. Komissiya tarkibiga quyidagi a'zolarni kiritish tavsiya qilinyapti.
Xo'sh, Qahramon To'qsanov, Isroil Sulaymonov va onlayn Maftuna Xolivalar. Komissiya tarkibi ma'qul degan a'zolar ovoz berib tasdiqlashlaringizni so'rayman. Demak, hisob komissiyasi bir ovozdan saylandi, faoliyatini boshlashi mumkin. Marhamat. Yo'q, yetadi sizga. Rahmat. Komissiya hisob komissiyasi o'z ishini davom ettiraveradi. Marhamat, norasmiy chiqish qilmoqchi bo'lgan professor o'qituvchilar ham bor ekan. Sherali Shavkatzodaning kafedrasi mudiri, filologiya fanlari doktori professor Dilshod Rajabov ham dissertatsiya bo'yicha ba'zi bir fikr mulohazalarini bildirmoqchi ekanlar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Faqatdan ham bugun juda ajoyib bir dissertatsiya muhokama qilindi va mana ovoz berish jarayonlari ketyapti. Men bitta narsani aytmoqchiman. Sherali Shavkatzoda 5-yildirki Buxoro davlat universiteti filologiya fakultetida talabalarimizga tahsil beradi. Ya'ni mana shu jarayonda agar dissertatsiyani joriylanishi bilan bog'liq bo'ladigan jihatlar bo'ladigan bo'lsa, o'zini berayotgan ta'limi asosida talabalarga aruz vazni murakkab bo'lgan, umuman vazirlar ichida murakkab, she'rshunoslikda murakkab deb qaraladigan jarayonlarda alohida o'nlab shogirdlar tayyorlab ulgurdi desam adashmayman. Shu bilan birgalikda aytib o'tish mumkin bo'ladiki, Abdurahim Fitratning bir gaplari bor. Har qanday so'zni qofiya qo'ymoqlik bilan she'r bo'lavermaydi deydilar. Sherali o'zini dissertatsiyasi jarayonida o'sha Abdurahim Fitrat aytgan so'zlarni ham isbotlashga harakat qildi. Va hozirgina taqrizchilarimiz, soha mutaxassislari bu haqda juda ham o'z fikrlarini, munosabatlarini bildirdilar. Norasmiy chiqish qilgan kengash a'zolari fikrlarini bildirdilar. Biz mana shunday ajoyib kadrni, mutaxassisni Qashqadaryoda tug'ilib, Samarqandda tahsil olib, bugun Buxoroda faoliyat ko'rsatayotganligi, bir jamoada ishlayotganligimiz bilan faxrlanamiz va tabriklaymiz, ishlariga omad tilaymiz. Yana bitta masala, Sheralini e'tibor bergan bo'lsalaringiz, qarib 10 dan ortiq kafedramiz a'zolari, fakultetimiz a'zolari, professorlarimiz, dotsentlarimiz, rahbarlarimiz va yana 10 dan ortiqlari 20 ga yaqin a'zolarimiz Zoom orqali kuzatib turibdilarki, bu Sheralini mana shu jamoada o'rin topganligidan va kelajakda shu jamoaning mustahkam bir ajoyib bir mutaxassisi bo'lib o'sha yerda yashashidan dalolat beradi. Va oxirgi gapim, uzr, sal ko'proq gapirdim. 5-yil faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, yana 4 yildan keyin mana shu kengashda doktorlik dissertatsiyalarini himoya qiladi degan, disilarni himoya qiladi degan umiddamiz. Omad tilaymiz ukamizga.
Ovoz berish natijalarini e'lon qilish uchun so'z hisob komissiyasi raisiga. Marhamat. Assalomu alaykum yana bir marta. Hisob komissiyasi majlisning bayonnomasi. 2026-yil 23-iyun Samarqand shahri. Saylangan komissiya tarkibi quyidagicha: professor To'xsanov, professor Sulaymonov, dotsent Xolimovlardan iborat. Komissiya tarkibini tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Rahmat. Komissiya Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaning filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. Ilmiy kengash tarkibi 18 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda hech kim kiritilmagan. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 18 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori ishtirok etdi. 18 ta byulleten tarqatildi. Tarqatilmay qolgan byulletenlar yo'q. Qutichada 18 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari: Norqo'chqorov Sherali Shavkatzodaga filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 18 ta 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Sulaymonov, komissiya a'zolari To'xsanov, Xolivalar. Rahmat e'tiborlaringiz. Hisob komissiyasi bayonnomasini tasdiqlash haqida qanday takliflar bor? Demak, bayonnoma tasdiqlansin degan kengash a'zolarining ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Bayonnoma bir ovozdan tasdiqlandi. Endi kengash xulosasi loyihasi muhokamasiga o'tamiz. Kimda qanday takliflar bor shu yuzasidan? Asos sifatida qabul qilsa bo'ladi. Xo'p, kengash xulosasi loyihasi tasdiqlansin degan kengash a'zolarining ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Xo'p. Endi talabgorning o'z dissertatsiyasi natijalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ishlab chiqqan tavsiyalari muhokamasiga o'tamiz. Tavsiyalar bo'yicha qanday takliflar bor? Demak, asos sifatida qabul qilsa bo'ladi deyilyapti. Agar asos sifatida qabul qiladigan bo'lsak, buni ham tasdiqlab berishlarini so'rayman. Endi yakunlovchi so'zni Norqo'chqorov Sherali Shavkatovichga beramiz. Marhamat. Telegramada qisqa. Avvalo, ishimizni e'tibor berib, o'z fikrlarini bildirganliklari uchun rasmiy opponentlarimiz filologiya fanlari doktori professor Nurali Nurovga, filologiya fanlari doktori professor Dilnavoz Yusupovaga va kengash a'zolariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning takliflari va fikrlarini keyingi ishlarimizda albatta e'tiborga olamiz. Muhtaram rais, hurmatli ixtisoslashgan kengash a'zolari, ushbu kamtarona ishimizning yuzaga kelishida o'z maslahatlarini ayamagan, qo'llab-quvvatlagan hurmatli ustozim, ilmiy rahbarim, filologiya fanlari doktori professor Jumaqul Hamroyevga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Ilmiy kengash raisi, filologiya fanlari doktori professor Hasanov Shavkat Ahadovichga, ilmiy kengash kotibi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Qarshiyev Komilga dissertatsiyamga doir hujjatlarni shakllantirishda hamda himoyagacha bo'lib o'tgan bosqichlarini va buning himoyani tashkil qilishda juda katta amaliy yordam ko'rsatganliklari uchun o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Shuningdek, ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar raisi, filologiya fanlari doktori professor Qobilov Usmon O'rolovich ilmiy seminar kotibi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Rahimqulov G'ayrat Norqo'chqorovichga, ilmiy seminar a'zolariga, shuningdek, himoyada qatnashayotgan barcha kengash a'zolariga samimiy tashakkurimni bildiraman. Dissertatsiya bo'yicha fikr mulohazalarni ayamagan Farg'ona davlat universiteti, filologiya fakulteti professor o'qituvchilariga, avtoreferatga taqriz yo'llagan ilmiy va oliy ta'lim muassasalari mutaxassislariga, ma'nan va ruhan qo'llab-quvvatlagan, bugungi kunga yetib kelishimga poydevor bo'lgan Samarqand davlat universiteti va Buxoro davlat universiteti jamoasiga, qadrli ustozlarimga dissertatsiya
ma'lumotlarni yig'ishda beminnat xizmatlarni ayamagan kutubxona xodimlariga, oila a'zolarimga va boshqa yaqin qarindoshlarimga chuqur ehtiromimni izhor etaman. Hamisha sog' va salomat bo'linglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Shu bilan bugungi kun tartibidagi masala muhokamasi tugadi. Dissertant va uning ilmiy rahbarini muvaffaqiyatli himoya bilan tabriklaymiz. Kengash ishida ishtirok etgan barcha a'zolarga ham tashakkur bildiraman. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Sorry.